أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد. Biz ötkenki derste gusl ahkamlarını bayan kılıp ötken. Bugün su ahkamları üstüde to'xtalganmiz. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار. Bunu bazı kitaplarda aldılan sunun ahkamlarını bayan kıldı. Bazıda taharet ahkamını bayan kılıp andın su ahkamlarını bayan kıldı. Ma kitapta başta taharet ahkamlarını bayan kıldı. Şimdi hazır su ahkamlarını bayan kılıvatıdı. Yani sunu iki bölüp at-tahir el-mutahhir dedi. At-tahir fi nefsi diyen özü pakiz. El-mutahhir li gayri diyen başka neslini tazliyalaydıgan, pakizliyalaydıgan. Tecuzu taharatu bil ma'et tahiri fi nefsi el-mutahhiri li gayrihi. Özü pakiz, başka neslini pakizliyalaydıgan suda taharet asıl. Yani adetike şu biz bildiğin sular. Kel matar, mesela yağmur, kar suyunu eritip, yani möldir suyunu eritip işletsimi şu matar hükmünde. Ve ma'al uyun, ma'al uyun degen bulaklar, bulak suları, vel abar kuduk suları. Bunun başka derya, denizlerinin suları mı şunda? Ve in tagayyara bi tulil mukthi. Uzun müddet durup azrak bir xil özgürüp kalgan bolsun mu? Yani su oğunluken taharetası buludu dedi. Vel aslu fihi kavluhu ta'ala. El asl diyen söz müşahede delil diyen manda. Bunun delili Allah Teala'nın sözü. Ve enzelna mines semai ma'en tahura. Tahur pakiz, paklıqçı diyen manda buluş mümkün. Asmandan biz paklaydıgan sunu şürüp bədiyok dedi. Demek su pakizlaydigan bir madde. Tertilish buludu dedi. Ve tavadda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min abaril Medine. Resulullah'ı Medine'deki kuduklarının suyundan tertağın. Ve kâle el mâ'u tahurun la yuneccisuhu şey. İlla ma gayyara ta'amehu ev levnehu ev rihahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu Medine'deki kuduklardan taharet edip müşunda degen. El-ma'u tahurun su pak nase. La yuneccisuhu şey. Ona hiç nase meynet kılıtanmaydı. Fakat lan meynet buldu dediği vaktimiz ma gayyara ta'amehu. Onun tamını özgertip kalsa ya ki rengini özgertip kalsa ya ki fırkını özgertip kalsa meynet oldu deyimiz. Lekin bu hadisdeki el-ma'u tahurun la yuneccisuhu şey degan şu ismi sahih rivoyat kelgan. Ammo undan keyingi illa ma gayyara ta'amahu aw lawnahu aw rihahu degan aziz rivoyat kelgan. Lekin ulamolar mush uch narsa o'zgarib ketib qolsa, masalan ta'mi yoki furqi yoki rengi. Uch narsa o'zgarib ketib qolsa, undan bunun pokizligiga daxl etkizdi deb ijmo qilgan. Demek mezbun to'g'ri yana. Ve tulul mukthi la yuneccisuhu. Uzun muddat tursa, masalan bir kukka yoki bir to'nga yoki bir ko'lchakka uzun muddat suv qachilab qo'ygan ahvolda boshqa bir o'zgartiradigan narsa bo'lmasa, pokizlik holatida turaverdi deydi. Qala ve yejuzu bima'in khalatahu shay'un tahir. Yani pokiz bir narsa aralashib qolgan suvlab qolsa tartas bular dedi. Şey tahir deganda mesela ko'pincha qattiq narsani bildirdi, suyuq narsa emas. Yani bir mazhabning kitoblarida qattiq narsa aralashib qolgan bo'lsa deydi. Faghayyara ahada awsafi. Qattiqroq bir narsa aralashib qolib, sifatlardan bir sifatni o'zgartirib, ya ta'mini, ya rangini yoki furqini o'zgartirib qo'ysa, mayli bo'laverdi deydi. Va lam yuzil riqqatahu. Shuning suyuqligini
o'zgartib o'tmasa, quyultib o'tmasa demakchi. Raqqatahu degan suyuqlikka. Suyuqlikka ta'sir yetkazmay, masalan, do'g'abda qilsa bo'lmaydi. Yani suyuq suvda holatda bo'lsa demakchi. Za'faron, masalan, zapa to'kilib ketdi bir suvga. Yoki hozir choy deymiz masalan. Qaynoq suvga ya suvga choy to'kilib ketib qolsa, uning azroq siriq rang chiqib qoladi. Lekin suyuqlikni o'zgartirib o'tmasa, shuning taratasi bo'ldi demakchi. Lekin endi choy bilan birga qaynatib pishirgan bo'lsa, balki pishirish jihatdan bo'lmaydi deyish mumkin. Lekin pishirmagan ahvolda taratasi bo'ldi ekan. Wal ushnan deganmi shu bir narsani yuvishga ishlatilgan o'simlik. Urug'va o'simlik, balki yug'ich bo'lishi mumkin. Hozirgi bozorda sotilayotgan yug'ich. Shu o'z vaqtida hozirgi biz ishlatayotgan so'pinning o'rnida ishlatilgan o'simlikdan iborat. Bizim Uyg'urlarda yug'ich qilib ishlatilgan og'icha o'simlikka shu bo'lishi kerak. Wa ma'il mad. Mad degan suvninki masalan o'rlab pasish masalasi bor. Masalan deniz shuni al-mad val jazar deydi. O'rlab to'lishi, ba'zi daryoninki ustining saloblikka teshib ketishi mumkin. Bu odamda sel suvlari demakchi. Sel suvlari yuqorida biz qattiq narsa kesdik-ku. Sel suvlarida layva, qizil layva. Shunda bo'lsa-mu tartas bo'laverdi demakchi. Wa fil labini rivoyatan. Bu laban bo'lishi mumkin, labin bo'lishi mumkin. Ko'pincha ehtimolda labin. Chunki biz hozir qattiq narsalar tushib ketib qolsa deb faraz qildik. Ma iborada. Endi yuqorqi narsalarmisa shunda qattiq narsalar. Ammo oxirgi va ma'lumat bu suyuq. Lekin suyuq bo'lsin, lekin buning to'pi bor. To'pini bil kelgan bo'lg'achqa shu qattiq narsa tushib ketgan hisobda. Undan keyin laban degan so'zni labin deb o'qsak, qish, xamqish. Masalan, suvga xamqishdan bir tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin azroq hamda to'pirangi yoki shunda ta'mini lay ta'mga o'zgartib qolsinmi, cho'ng masala yo'q. Tartibli bo'ldi demak. Ana lay ashna ketib chiqqan suvni nima qo'yib qo'yib tinib suzib qoldimi? Qashin suzilib qolgan lekin lay yaratib Ilivas bo'ldi. Ya'ni suzildirishning shartini demadi. Odatdan ko'lchak bo'lsa uning tagida shu layli bor. Erkin so'ldimi odatda layni aqtib kuldi. Rivoyatan degani bizning imomlarimizdan ishqil rivoyat kelib qoldi. Bu ishqil rivoyat qanday? Rivoyatan deb bilan to'xtagandan keyin bo'ladi, bo'lmaydi ishqil deymiz. Boshqacha emas. Bir rivoyatda tartaz bo'ladi, bir rivoyatda bo'lmaydi. Wala yajuzu bima'in ghalaba alayhi ghayruhu fa'azala anhu tab'al ma'. Yani ba'zi narsalar tushib ketib, bu suvning xarakterini o'zgartirib qolsa, suv tabiatini o'zgartiradi. Masalan, suvga qatiqni sapdiq, u do'g'ab bo'lib ketdi. Buni ismi do'g'ab deymiz. Qatiq sağan suv demaymiz masalan, ya qatiq suv demaymiz. Do'g'ab degandan keyin bu boshqa bir narsaga aylanib ketdi. Bunday narsalarda tartaz bo'lmaydi. Meyada misal uribdi, kel ashribati, masalan, har xil sharoblar, meyve deymiz. Aşın doğ mesela. Doğab başından asla. Wal khal sirke. Yani bizden vücutta açık sumu da koysak buldu. Ve ma'il vard gül suyu. Gül suyunu adetten etirdeki işletidir. Yani mesela üzüm şerbeti deyimiz. Bu şerbeti degandek şerbetler. Yani bir yada hazır bunun ismi özgürüp gitti demler. Şu sunun tabiatı özgürüp gitti, ismi özgürüp gitti. Mesela sunu kaynatıb, onun bir soğanla suni qaynatib, bo'ldi. Bo'ldi. Chunki u qaynagandan keyin suv deymiz uni. Dorilar bilan qaynatsa. Dorilar bilan? O'simlik O'simlik dori bilan qaynatsam va shuningki tabiatini boshqacha bir dori tabiatiga aylantirib o'tmasa bo'ladi. Wa tab'ul ma'i kawnuhu sayyala. Suyun tabiati qanday bo'lsa, iqib turadigan suyuq, murattiba, nemlendiradigan, musakkinan lil atash, suluqni qondiradigan. Shunda tabiatda bo'lsa, suyun tabiatida bo'lgan bo'ldi.
ismini o'zgartirib qolsa desak, ularning masalalar bo'ldi. Wal mu'tabaru al-ghalabatu bil ajza. Endi bu misollar har turli misollar bo'lg'achqa, buni bir qoida bekitsak, har qanday narsani shu qilib qilsaqlam ayrig'ili bo'lsa deb buni bir qoida bekitib qo'yibdi. Mesela doğru bilan aralashtirishni, undan boshqa turli narsalar har xil jamiyatlarda har xil narsani aralashtirilishi mumkin. Buni qanday ayiramiz desa, bu yerda shu qanchalik miqdorda bo'ldi, necha persentini egalladi masalan. Ko'p qismini shu besib ketdimi deb shuni hisob qilamiz deydi. Wal aslu fihi, bu yerda al asl degan so'z qoida qilib degan ma'noda. Yuqorida al asl degan so'z dalil degan ma'noda kelgan. هذا القاعدة المستمرة يك أو الضابط تسكمل الضابط برخل ألشم يك قلب بنوندا أن الماء الذي خالطه شيء من الطين يجوز الوضوء به إجماعا لا يأرلش بقاغم بوسا هم عالمنا زاده بدك اتفاق كاغان bunun tartası buldu. Yani icma degene müşahede bir mezhepteki imamların köstüşü mümkün, bütün mezhep ulemaların köstüşü mümkün. Libaqa ismil ma'i al-mutlaq alayh. Çünkü lay aralashgan taqdirda uni suv deb ataymiz, boshqa bir narsa demaymiz. Va la yajuzu bil khall ijma'an. Birdek ittifoq kelgan masala sirkida ya ochiq suvdek narsalarda ta'tasi bo'lmaydi. Li zawal al-ismi anhu. Çünkü bunda suv degan ism yo'qolib ketib, boshqa bir so'z bilan ataldi. فكل ما غلب على الماء وأخرجه عن طبعه ألحقناه بالخل. Nağanken suyun tabiiyetinden çıkarıp ötüp suyunu başka bir narsaga aylandırıp koyduğanlar narsa bulup kalsa sirki hesabıda qaraymiz. Darini qaynatıp, dari aralashtirib koyup koygan su bulup kalsa, onun tabiiyetini başka çıkıp ötken bolsa, sirkiga o'xshashlam, onun tartasi bo'lmaydi deymiz. Ve ma g'alaba alayhi al-ma'u ve tab'uhu baqin. Lekin suv bakrak g'olib kelib, onun tabiiyeti aynan qilib qolgan bo'lsa, suvliq tabiiyat qilib qolgan bo'lsa, alhaqnahu bil awwal, ana shu lay aralashgan suvga qo'shib o'tib tartasi bo'ldi deymiz. Li'annahu ala hukmil itlaq. Chunki bu mutlaq suv hisobida. Chunki buni suv deymiz, boshqa bir narsalar atmaymiz. Va idafatuhu ilayhi ka idafatihi ila al-ayni wal bir. Unga masalan bir narsa aralashib ketib qolib, suv holatida qilib qolgan bo'lsa, ma'nasini suvi deb qolsaqmi, masalan zapa suvi degandek, unda deb qolsaqmi, suvliq ismi bo'lg'achqa, bu xuddi masalan buloq suvi, quduq suvi, dengiz suvi degandek, bunda falon narsaning suvi deb qo'yamiz, lekin amaliyotda suv yana. Wa in taghayyara bit-tabkhi la yajuzu kal-maraqi. Agar qaynatib pishirib manda o'zgarib ketgan bo'lsa, tartasi bo'lmaydi. Masalan sho'rpa. İlla ma yuqsadu bihi at-tanzif. Faqat lam tozalashga munosabatlik bir narsalar, so'pindak masalan, bunday narsalar qolsa, u chog'da tartasi bo'ladi. Kasidr. Sidr degan bir daraxtning ismi. Chilandak mevasi bor. Bu masalan meyitni jug'an chog'ida ishlatilgan o'simlik. Val hurd. Hurd degan mana shu ushnan degan narsaning o'zi shu bo'lishi mumkin. Hurd degan shu jug'uch qilib ishlatilgan o'simlik. So'pinning o'rnida turgan. Jug'uch qilib ishlatilgan og'icha o'simlikka shu bo'lishi kerak. Urug'va o'simlik. Urug'ini so'qab parishukdek ishlatish mumkin. Va sabun so'pin. Ma lam yathkhun. Saxana degan bu qo'ylab ketgan bu. Qo'ylab ketmagan taqdirda tozalashga munosabatli modda aralashib qolsa, tartag'il bo'ldi. Qo'ylab ketmagan degani qo'yoqlashib ketmagan emasmi? Ha, qo'yoqlashib bo'lmasa, so'pinni jiq ishlatsak, bu dug'abdek bo'lishi mumkin. Shunda bo'lmay, suyuq holatda suv persent ko'p bo'lsa, bo'ldi. فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك. Niçin buldu ise? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde meyit juyuşta aşı iş neslini işletiş tapılangan boğaçqa biz buludu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep radıyallahu anha vefat olgan çağda sahabe-i kiramını şuna buyurgan.
sidr bilan suv bilan aralashtirib yurganlar eng oxirida kafir ishlatganlar. Yani Mısır'da şu turbini Hanefiye deydi. Turba, su turbasını Hanefiye deydi. Nima uchun desa, şu Hanefi mazhabidan keyin şu fiqhiy qarshiga chetishlik bu. Dastlabda şu turbalar qurilib turba kelgan chaqda turbaning suyiga klor, yani xlor deydi ular. Klor, oq gezdagi shu moddani ishlatgan bo'lg'achqa bu turbaning suyida Hanefi mazhabidan boshqa qarashda tartag'ilmaydi. Yani bu hozir bir pokiz narsa aralashgan suv bo'ldi. Buni rangini o'zgartiradi, balki ta'mini o'zgarishi mumkin. Lekin buni bo'lmaydi degan ekan, shu Hanefi mazhabidan bo'ldi ekan, unda Hanafiylar tartaldigan suv ekan bu. Hanafiya deb bu Hanefi mazhabidagilar tartaldigan suv chiqadigan jamoat emas. Shunda. Mısırda şu turbini Hanefiye deydi. Unda o'zimga demoqchi turba suvi ishkil olmaydi, o'ynaydi, lekin tarixda degan so'z. İşkil bo'ldi. Yani bu anda mana favqulodda bak ehtiyot qildigan, diqqat qildiganlar deyishim. Bak diqqat qildiganlar bo'lsa, hozirgi mineral suvni isi bo'lmaydi deyishim mumkin. Yani ishonch qilolmaydi, lekin turba suvi isi bo'ldi. Lekin uzun muddat issa balki hamda tan salomatlikka ziyonli bo'lishi mumkin. قال وأما الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به. Şimdi turgun su olab qalsa, bir yerdə muqim turayotgan su, rakid degan, turib qalgan su. Bunga meynat narsa ketib qalsa, pokiz narsa emas, meynat narsa ketib qalsa, onun tartasi bo'lmaydi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi thumma yatawaddau minhu aw yashrab. Yoki Buxoriyning rivoyatida fa'tasilu fihi deb kelgan. Hech qasonlar turg'un suvga, muqim turayotgan suvga kichik tarat qilmasin. Chunki kichik tarat qilsa keyin andin tartalamay ishmandir qilishi mumkin. Yoki unda tarat qilgan ahvolda undan keyin ishmasin, tartamasin. Nasıl turgan suvni qo'y kallarni ichib qo'ygan suv. Bo'ldi. Bu endi qo'y kala shu ichib qo'ygan hayvonni qaraymiz. Pokiz hayvonlar ise qurbonlik qilgan, go'shtni yegil bo'lganlarni deb ayiradi. Bu bundan keyin chiqishi mumkin ta. İlla an yakuna 10 azru'in fi 10. Faqatlam bunun kengligi, cho'ngligi, suning cho'ngligi 10 gaz bo'lsa deydi. Shunda kenglikda bir suvlab qolsa, bunun bir najosat chiqib qolsa, endi shu najosat ko'rinib turgan joydan emas, boshqa joydan tartasa buldu demekçi. Vel aslu diyen söz müşahede adet kaidede ennel ma'al qalile yencusu bi vuku'un necaset fihi. Yani az sulab qalsa, meynet az çıkıp qalsa, meynet bulab ketilganlığı asli kaide şu. Vel kethiru la jiq su meynet bulab ketmeydi. Li qavlihi sallallahu aleyhi ve sellem fil bahr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deniz suya kadar وَالطَّهُورُ مَاءُهُ suyu pakiz degan de وَاعْتَبَرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ مَا لَا يَخْلُصُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ. Hamda az ko'plikning zodi o'lchimi nima deganda ulamalar izlangan. Az suv qanchalik, jiq suv qanchalik. Masalan bir istikandagi suvlab qolsa, shishig suvlab qolsa, kichikgina bir nasib kelsa, u maynat bo'ldi dedi. Bir dastik suv olsa, maynat bo'ldi dedi. Bir kölçek olsa, bu kölçekning cho'ng kichikligiga qaraymiz. Qanchalik cho'nliqli bo'lsa, maynat narsa chiqib ketib qolsa, tartag'li bo'ldi desak, buni ulamalar ijtihod qilib baqqan. Aslida shu masalada Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhininki mazhabi bu emas asli. Imom Abu Hanifa shu masalaga duch kelib qolgan kishi o'zi bunda ahvol qarab mo'lcherlab ish tutadi degan. Yani yutrak li ra'il mubtala bihi degan. Keyingi olimlar buni har kishiga o'zining mo'ljallashiga qo'yib qo'ysak, tashlab qo'ysak, hammasi ahli ilm emas. Ko'pincha odamlar mo'ljallashni bilib ketmay, uqolmay qoladi deb, biz buni bir tajriba qilib, shunda bekitib baqilay deb, shu bizning Mavara an-Nahr, Turkiston, Samarqand, Buxoro, bosh tarafning ulamolari
Buni tajriba qilib sinab bekitib baqqan. Qarasa 10 gazda 10 gaz masalan, bir gaz 45 santda 50 santda atrofida bo'lsa, 10 gazda 10 gaz degan 5 metrda 5 metr, ya'ni 25 kvadrat metr degan bo'ldi. Masalan, shu o'dak bir ko'lchak bo'lsa, buni ma tarafiga bir mayna tushib ketib qolsa, a tarafiga ta'sir etkazmaydi. Bu yerdan tartibiyasi bo'ldi. Mayna tushib ketgan yoki ko'z ko'rinib turgan yer emas, ko'z ko'rinmagan bo'lsa, anadan oladi. Ko'z ko'ringan ahvolda a tarafdan as bo'ldi deb ba'zilar ma tarafini suni langishsa yoki tartilib harakatlantirsak, a tarafi langishib ketmaydigan bo'lsa. Chunki ma tarafda bir harakat bo'lsa, su to'lqin bo'lib ayaga harakat tutishadi. Ama cho'ng ambalab qarshi ma tarafida tartasi, a tarafida suv medilmaydi. Navonken bunun ölçümini bekitish uchun har xil qarashni o'ttirib qo'yib baqqan. En ahırda şu bizning diğerlerimizdeki ulamalar 10 gaz degan bunda bir qarashni yaqinlab shuni kitoblarga yozib, Hanifi mazhabininki rolini va boshqarib qaratiblar. İmam hammadan o'zi mo'lchallab ishtison degan qarashni qo'ygan bo'lsa, Hanifi mazhabidagi keyingilar ulamalar 10 gaz bo'lsa tartili lazım buldu. Onun kichikroq qolsa tartasi bo'lmaydi deb planim. Masalan, cho'ng bir tunga binanın üstüne su kaçırılan ya sonra su yükleyen maşinada tunluğa ya kölçekli var. Başında bir yer düşkep kalsa bir nasip etken olsa imamın nazarda şu adamda mölçerlep bakıp tartili versen buldu kendisi tartili versen buldu. Ya bu taza tarih yaxşı bulmadık dep kalsa tart almaydı öyle. Ama ma ulamalar 10 gaz de plan mölçerildi. Şuna bizden diyarlarımızdaki yezi qishloqdagi ko'lchakning ko'pinchisi diqqat qilsanglar 10 gazdan sal cho'ngroq keladi. Ya'ni 10 metrda 10 metr degandek bunda kelishi mumkin. Balki shuni ko'zlab shu ko'lni chapgan chaqlarda shu kenglikda chapgan bo'lishi mumkin. Yani buni boshqa mazhablarda qarashlar o'xshamaydi. Shafiy mazhabda suv ikki qulliga yetib qolsa meynat bo'lib ketmaydi. Ikki qullar degan shu 200 kilogramga, 200 litrga yaqin bir narsa. 200 litrga yaqin bir suvga narsa ketib qolsa meynat bo'lmaydi, pokiz bo'lar deydi. Maliki mazhabda agar meynat narsa ketib, biroz sutni o'zgartirib qolgan bo'lsa, meynatning hukmi bo'ldi deydi. Shu qarash kuchli qildi. Biroz sutni o'zgartirib, ya rangini, ya ta'mini, yoki purqini o'zgartirib qolsa. Yani 10 gaz degan mush qarashqa hamda amaliy bir sinab tajriba qilib bakishdan boshqa bir dalil yo'q unda. Bular sinab tajriba qilib bakib shunda bekitgan. Lekin boshqa tajriba qilib bakkanlar 15 ta 15, 20 ta 20 har turli o'lchamni qo'yib bakkan. Lekin oxirida shu 10 gaz degan qarash shu Hanifi mazhabga vakillik qildigan qarash bo'lib o'tirib chiqdi. Nima uchun? Mush qarashni o'tirib qo'ygan shu Buxoriy, Samarqand, Marg'inan ulamaları yazgan kitaplarda mush qarash hisobda yozib etgan bo'lsa. Masalan, Hidoya, Sharh qoilda shunday yozish mumkin. Lekin al-mabsutni as-sanlar, yani sarahsini al-mabsut, buningda yutrak lira'il mubtala bihi, yani mazhabda hisob bo'lgan qarash. Shu ko'lchaklardagi suv mahbus pokiz bo'lmaydi ki. Bunda aniq bir meynat narsa tushib ketmasa pokiz bo'ladi. Buningda ya ta'mi, ya purqi, ya rangini o'zgartmaganligidan biz bayatdan shu qarash kuchliq degan shu Maliki mazhabining qarashi shu hisob bo'ldi. Wa'tabarnahu fawajadnahu ma la yakhlusu ba'dahu ila ba'd. Wa'tabarnahu degan ko'p bo'lsa shuni hisob qildik. Yani ko'p bo'lsa tartilivas bo'ldi dedik. Endi bu ko'pningki o'lchimini bekitaylik deb qarasak, buning o'lchimi bir-biriga unda aralashib ketmaydigan so'z. La yaxlus ba'duhu ila ba'd degan mayadik suv a tarafga o'tib, mayaga maynat nasib ketgan bo'lsa, buning maynatlikning ta'siri a tarafiga suvga o'tib ketmaydigan bo'lsa, ko'p suv desak bo'ldi ekan deb qaradik. Fanaqul undan keyin biz deymizki, kullu ma'in la yaxlusu ba'duhu ila ba'din la yanjusu bi wuqu'in najasat fi. Bir tarafiga aralashib ketmaydigan suv bo'lsa, ona bir narsa ketib qolsa, başka taraflara meynat bulmaydı deyimiz deydi.
وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. Bazı ulamalar ma taraflansa degenim de hareketlendirsigine mesela adetki tartilip qo'lnimda tiqib tartilib uçumlab ilib medilasa degan bo'lishi mumkin. Ba'zi ulamalar shunday qaraydi, ya'ni ba'zi ulamalar bir odam suv ichib yuyinsa tarafı medirlab ketmaydigan bo'lsa deydi. وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه 10 في 10. المشايخ degan bu mazhabda ma'lum ulamolarni ko'z tutgan bir atalg'u. Al-mashayix shilmanikilarni mazhabda. Biri İmam Abu Hanife rahmetullah aleyhi'nin bivasıta ta'lim almagan Hanifi mazhab ulamaları. Mesela İmam Abu Hanife'ninki nevre yoki peynevre şagirdlerini meşayih deydi. Bu bir. İkincisi şu Orta Asya'daki Bukhara, Samarkand, Türkistan, şu diyarlardaki mesela Belx, Tirmiz, Nesef diyendeki aşağıdaki ulamalar keyingi çağlarda mesela 4. 5. 6. asırlarda yaşayan aşı ulamalarını göz tuttu. Aşı ulamalar sınap baktı deydi. Tecrübe baktı, imtihanı. El-Hulus. Aşı meynetçilik a tarafga qanchalik çoğunluk olsa ötep ketdi, qanchalik çoğunluk olsa ötep ketmeydi bir sınap ameli tecrübe baktı. Bil-mesaha. Buna şu külümü bilan, kölçekninki külümü bilan sınap baktı. Sınap görgenden keyin fevecaduhu 10 fi 10. 10 gezde 10 gez olsa, yani to'g'risi 10 gez, uzunluk 10 gez, 10 kvadrat bo'lsa, 10 gez deganimiz endi 10 gez, 1 gez 45 santim, 50 santimga yaqin. 30 santim. Yaqin. 45 santim atrofida. Navbatga 5 metrda 5 metr. 5 metrda 5 metr 25 kvadrat bo'lamda. Shunda bir külümü var, bir kölçek bo'lib qolsa, ma tarafiga bir saçqan bo'lamdi ya binasi tushib ketib qolsa, ya kichiklar tarif qo'ydi. Ayonga bu meynetchilik o'tib ketmaydigan bo'lgancha, 10 gez deb bekitsak bo'ldi ekan. Navbatga Türk adamlarmi? Ulamalar İmam Abu Hanife'ninki qarshi bo'yicha ahvol qarab, dansatliqni mo'lchallab ish tutar. Lekin Türk adam qanday qildi bo'lsa, 10 gez bo'lsa tartiliyordu. Onun küçük olsa tartanmaydı. Deplam kolaylaştırıp bekitipti. فقدروه بذلك تيسيرا. وقال أبو مطيع البلخي أبو مطيع البلخي bu İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdi. Belx degan Afganistanning shahrida tug'ilgan bo'lg'achqa shu yerga mansub qilingan Belx. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdi şu Belx degan shahrda 20-30 yil qozi bo'lgan. İmam Abu Hanife'nin El-Fiqhul Ekber degan kitabını Abu Muta al-Balxi rivayet qilgan. İsmi El-Hakem ibn Abdullah. Bu dabto "İza kana 15 fi 15 la yaxlus." Ma Abu Muta al-Balxining mo'ljalisi 15 gezda 15 gez bo'lsa, undan mehnatlik o'tib ketmaydi atrofiga debdi. Amma 20 fi 20 la ara fi nafsi shay'an. Va 20 gez bo'lib qolsa, ko'nglim to'liq xotirjam bo'ldi demiş. Ve in kana lahu tulun ve la arda lahu. Bir iriqtak mesela uzuncha qilib qolsa, to'g'risi yo'q. To'g'risi 1 kilometr qildigan, uzunusqa kelgan to'lcha qilib qolsa, fal asah annahu in kana bi halin law dumma tuluhu ila ardihi yasiru 10 fi 10 fa huwa kathir. Aş külümünü salsak az uzunluğunu doğrusu köpetsek demek. Şunday salsak, şu 10 gezgan 25 kvadratga yetadigan bo'lsa, onun tartası bulduğan köpsü oldu. Vel muhtaru fil umq, endi bu sunun çonqurluq çoğdisa, çonqurluq meselesinde tanlagan qarash shuki, ma la yanhasiru asfaluhu bil gharfi. Uçumlab alsa, tigi echilib qolmaydigan bo'lsa, aslında 15 santta, 20 santta bo'lsa demek. Yani hasiru, yani keşifu degan ma'noda. Uçumlab olish. İki qo'lidan shundoq olsa, farq bo'ldi. Thumma in kanat an-najasatu mar'iyatan la yatabadda'u
من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها. Yani şu çıkıp ketken meynat nasa kürünüp tuğan bolsa şu çıkıp ketken jaydın tarit almaydı. Nima şönse küzülen kürep tuğda şu meynat nasın bağlıqını. Jaydın tarit alsa şu meynat sol tarit algan buldu. Ve in kanat gayra mar'iyetin felav tawadda minhu jaza. Eğer kürengen bolsa mesela şu jayga meynat nası çıkıp ketdi. Lekin bu meynat nasını körmey şu jaydın tarit alsa küz kürengen bolgan için jaiz. لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها. Çünkü bu suğu çıkıp bolgandan keyin başka joyga ötkülüp ketip kalgan boluşı mümkün. Ondan keyin biraz çok najasat bar diyemeyiz, kesip aytmayız. Ondan keyin taharat aslı buldu. Ve minhum men qala la yecuz ayda. Bazılar taharat aslı bulmaydı diýenler bakin. لأن الظاهر بقاؤها في الحال. Çünkü çok ihtimal bir adam bu başka ötkülüp ketmey şu haltada şöyle kapqagan boluşı mümkün. قال والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يقين suğa bir meynat nas çıkıp ketip qalsa ولم يرى لها أثر bunun bir iznası görülmese, hiç qanday əseri görülmese, cisme mesela, ya rağını büzütmedi. جاز الوضوء منه onun tartası buldu. Min أي موضع şa necaset çıkıp ketken joy olsun, başka joy olsun, nereden bolsa tartı rivası buldu dedi. Vel efer bunun iznası ne ibaret? Qanday bir eser buldu meynat nasını bilse, ya tam özgergen buldu, ya ki lawn rengi, ya ki rih, ta'mun tam, ev lawnun rengi, ev rihun furqi. لأنها لا تبقى مع الجريان. Çünkü şu narsa iqish bilan birga qilmaydi. Vel jari an qanday suni iqin su deymizsa, iqin su degan ma ya'udduhu an-nasu jariyan huwa al-asah. Vel asah deganda Hanefi mazhabda iqin suning tarifida bir qancha tarif borligi ma'lum bo'ldi. Boshqa tarif o sahih ekan, lekin mushqarash bakrak sahih. Kishilar iqin su deb qaraydigan su iqin su bo'ldi. ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة. Çorak üstenge bir tap çıkıp ketip qalsa, bilip qalgan hayvan çıkıp ketip qalsa, bunun tön tarafından şu tap çıkıp ketken tarafning tön tarafından tarit ilişki bolmaydı. Ve yatawadda'u min asfal janib al-akhar. Ma on qirg'a yaqin tarafdan çıkıp ketken bolsa, tön tarafının on qirg'a yaqin tarafdan tartamay ve sol qirg'a yaqin tarafdan tartas bo'ldi ekan. وإن كان النهر صغيرا وأستان ياكي إرق كشكولب قاسا إن كان يجري أكثر الماء عليها لا يجوز. أشتابن üstüden suyun köp kısmı ekip ötüzgan bolsa, eriqni to'liq egalliga masalan bir eshak chiqib qolibdi yoki bir ish chiqib qolgan bo'lsa, tap suyun köp kısmı shuning ustida o'tizgan bo'lsa, to'n tarafidan tartasi bo'lmaydi. Ve in kana aqalluhu yecuz. Az bir qismi ustidan ekip ötüzgan bo'lsa mayli. Ve in kana nisfuhu yecuz. Yerimi ekip ötüzgan bo'lsa ustidan, tapning ustidan yani jaiz. Vel ahvat at-tark. Lekin tartamagan yaxshiroq ehtiyotdan. Ahvat degan ehtiyot jihatdan eng yaxshi. وعن محمد رحمه الله في المطر إذا مر بالنجاسة ولا يوجد أثرها يتوضأ منه لأنه كالجاري. إمام محمد كاجين بالرواية يقرق رواية ما كاجين. أما إمام محمد ما يمغر مسألة قشنش بالرواية كالده يمغو يغر بالمينات ناسي تجيب عندن pes küçülsemesi. Lekin bu meynat narsanın eskinde esiri yok usulda. Tertası buldu. Ya yağmur suyu mesela bir tatlı üstüge yağmur düşüyor, onun düşken yağmurlu bir köl çekici kılıp kalan bolsa, hiç kanda esir bulmasa tertası buldu dedi. Çünkü bu iqin suğa okşaş. Çünkü iqib ketayotganda bir su değil. قال وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده. Endi hayvanatni suda yaşaydigan, quruqlikda yaşaydigan mai barri deb ikki turga ayiradi. Yani suda yaşaydigan hayvanlardan suda tug'ilib o'sadigan, suda yaşaydiganlar bo'lib qolsa, suda ketib qolsa, u suni mehnat qilib o'tmaydi. Kas samaki va dufda'i va saratan.
Mesela beliq, difta, qumchaq. Was-saratan rak. Diftani paqa deb ataydi. لقوله صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته. Müşahidiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu deniz suyu hakkında sorulgan hadiste bunun suyu pakiz, bunun ölüp ketken hayvanat mı yegil buldu demek için. Yani şu suda yaşap şu yerde ölüp kaldıqlar bo'lib qolsa go'shi halol demek için. Mesela beliq suda ölüp qalsa eshki buldu demek. Bu mu hasan yoki sahih darajadagi hadis. Mushuna degandikan fastafadna bihi adama tanajjusihi bil maut. Bundan biz mush hadisdan bu hayvon suda yashaydigan bo'lg'achqa o'zining makonida o'lib ketib qolsa, o'lish bilan mehnat o'lib ketmaydi ekan deb mush mazmunni oldik deydi. Va idza lam yakun najisan la yunajjisu ma yujawiru. Endi o'zi mehnat emas degandikan bu atrofidagi narsani mehnat qilyotmaydi, ya'ni suvni mehnat qilyotmaydi. Yujawiru degan ash atrofida qo'shni bo'lib turgan narsalar. Va li'annahu la dama fi hadhihi al-ashya'i wa huwa al-munajjis. Ya'ni bir tarafdan bu narsalarda odat qon bo'lmaydi. Qon shu mehnat qilayotgan narsa shu deydi. Oqadigan suvda beliq o'lib qolsa, go'shi odamlar oqmaydigan suv. Oqmaydigan suvdan halol. İdi damawi la yatawaladu fil ma. Chunki qini ba hayvonlar bo'lib qolsa, bu suvda tug'ilib o'sadigan ahvol bo'lmaydi. Agar qon bo'lsa, balki sirtda ko'payishi mumkin bu deydi. Yani beliqni keskin ahvolda ba'zida qanday bir narsa bo'ladi, lekin bu qon emas, qizil bir narsa bo'ladi. Bu qon demasligi mumkin. Wa kada law mata kharij al-ma'i thumma waqa'a fihi. Suvning ichida emas, suvning sirtida o'lib qolib, ondan suv ichib ketgan bo'lsa, shunda lima bayyana degan yuqorqi shu qini yo'q degan masala bo'lishi mumkin. Unda qon bo'lmaganlikdan mehnat bo'lmaydi. Yoki yuqoridagi hadisga asosan bo'lishi mumkin. Lima bayyana degani shu qon bo'lmaganlikdan demoqchi. Agar hadis kirgan bo'lsa, lima ravayna deydi. ولو مات في غير الماء كالخل واللبن suvda o'lib qolmay sirka, süt shunga o'xshash narsalarda o'lib ketib qolsa, ruyan Muhammadin rahimahulloh annahu la yufsidu. Uni mehnat qilib o'tmaydi degan qarash rivoyat qilindi. Wa sawa'un fihi al-muntafiq wa ghayruhu. Unda isib qolgan muntafiq. Ash hayvon masalan bo'dilib isib qolgan bo'lsin yoki normal holatda bo'lib qolsin. Masalan, eshak va ayol bo'lib qolsa, isib qoladi. Lekin su hayvonlari undanda isib qolganlar bo'lsin mayli demoqchi. Va anhu degani Imom Muhammaddan yana bir rivoyat keldi. Annahu sawwa bayna ad-difta' al-barri wal-ma'i. Quruqlikda yashaydigan paqi bilan suvda yashaydigan paqini o'xshash deb qaradi deydi. Ba'zi masalan shu sasliqda yoki bog'larda yashaydigan paqlar bo'lishi mumkin. O'xshash deb qarabdi. Wa qila in kana lil-barri damun sa'ilun afsadahu. Yani bir mazhabdan bir qarashda shu quruqlikda yashaydigan paqning yoki qumchaqninki oqadigan qin bo'lib qolsa, bu suv ichib ketib qolsa, suni mehnat qilib o'tadi deyilibdi. Va huwa sahih, mushqarash to'g'ri. Ya'ni Hanafi mazhabida mushqarashni tutmaz demoqchi. In kana lil barri damun sa'ilun. Lid-difta' al-barri demoqchi. Quruqlikda yashaydigan paqninki oqadigan qini bo'lib qolsa, suv ichib ketsa, mehnat qilib o'tadi suvni. Bu narsani qoniga tava qilamiz degan masalada ulamolarda ixtilof bo'lishi mumkin. Ba'zilar deydi shu ko'p vaqtlarda suvda yashaydigan bo'lsa, ma'i deymiz. Ko'p vaqtlarda quruqlikda yashaydigan bo'lsa, bu quruqlik hayvon deymiz deydi. Ba'zilar yo'q, shu tug'ilish yoki buning ko'payishini biz qaraymiz. Suvda ko'paydigan bo'lsa, suv hayvon bo'ldi, qirg'oqda ko'paydigan bo'lsa, quruqlik hayvon bo'ldi deyish mumkin. قال وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق. Yana o'lib qolsa, ichidan suyuq narsa chiqmaydigan narsa o'lib qolsa,
suv ichib ketib qolsa, mehnat qilayotmaydi demoqchi. Masalan, chivin, zubab, chivin, val ba'ud, ba'ud degan pasha, val baqqa, cho'sa. Cho'simi qang'otilmagan holatda suv ichib ketsa, yo o'lib qolsa, suyuqlik chiqmasligi mumkin. وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق suyuqlik chiqmaydigan narsa bo'lib qolsa, إذا مات في المائع لا يفسده suv ichib ketib qolsa, mehnat qilayotmaydi demoqchi. Lekin shusini o'tasa qon chiqadi. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم انقلوه birinlarning qachisiga chivin chiqib ketib qolsa, uni cho'kirib etsin. Famqulu degan uni cho'kirib, summanqulu andin tashlashsin. Cho'kirib chiqsa, chivinning bir qon tezalik. Shuna shu hadisda, chunki uning bir qanotida kasallik, bir qanotida shifo bor degan. Sahih Buxoriyda kelgan shu rivoyat. Qosh chiqib qolsa, ya pash to'g'riliq unda kelmagan. Lekin bu rivoyat boshqa hadis kitoblarida kelgan bo'lsa, Sahih Buxoriyda falyaghmishu deb kelgan. Falyaghmishu fa inna fi ihda janahayhi da'an wal ukhra shifaan. Wa annahu yamutu bil maqli fi at-ta'ami siyama al-har minhu. Chivin bu narsalar tamoqqa cho'kirib qolsa o'ladi bu. Siyama bulaqmo al-har minhu. Qiziq tamoqlarda tez o'lib qoladi. Walau kana mawtuhu yunajjisu at-ta'ama lama amara bihi. Agar uning o'limi tamoqni mehnat qilayotgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'kiritishga buyurmagan bo'ladi. Qala wa ma 'ada hadayn an-naw'ayn fa mawtuhu yufsidu al-ma'i'a. Mush ikki turdan boshqa narsalar, ikki tur deganimiz ma laysa lahu nafsun sa'ila. Nima? Endi denizda yashaydigan hayvonlar. Fa mawtuhu yufsidu al-ma'i'a. Suyuq narsada bo'lib qolsa, uni mehnat qiladi. لأنه دموي ينجس بالموت. Çünkü bu ikki narsadan boshqalari qonli hayvon bo'lib, o'lib qolsa mehnatlashidi. Mehnatlaşgandan keyin fayunajjisu ma yujawiru. Atrofdagi narsalarni mehnat qiladi. Val adamiyul mayyitu idza waqa'a fil ma'i najjasahu. O'lib qolgan bir inson suv ichib ketib qolsa mehnat qiladi suni. Li'annahu yanjusu bil maut. Çünkü insan öleş bilen mehnat olarak ketadi. Şu mehnatni juyish masalasi deb chiqadi. Wa in waqa'a ba'da al-ghasl fakadalik. Juyib bo'lgandan keyin chiqib ketib qolsa-mu, yana da mehnat qiladi deydi. In kana kafiran, kafir bo'lib qolsa, ya'ni musulmonni juyib bo'lgandan keyin chiqib ketib qolsa, shuni mehnat qilayotmaydi. Kafirni juyib bo'lgandan keyinmi suv ichib ketib qolsa, shuni mehnat qiladi. Kur'an-ı Kerim'de innamal müşrikûne necesun dedi. Ondan sonra bir su düşürücü gibi mesela zorunda su düşürücü kafirler su düşürücü. Lika hayat ölmedi. Ha, hazır mı ya da ölüşülen nasıl? Yani neceslik itikad etmesi. Baş bedenin kararlaşması. Şimdi ölüm Allah meseldir işkil karaydı. Aslında manevi menecilikte itikad, ideya menecilikte ise bazılar yaklaşıyor. Maddi nesli mukarreb dedi. Ustaz Resulullah'ın innel muslime la yencesu degan sözü yalnız bunun qanday? O manevi necis olmaydı. Lekin badanda maddi necis olsa, şunu tartılmamız, tazlayımız bunu. Mesela aşı hadisine Ebu Hureyre radıyallahu anhu junubulab qilib Rasululloh bilan uchrashgan chaqda birdan turib, endi uzun turamay, o'rtada o'lgur junub kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izlab o'yin nega yo'qolib ketdi degan chaqda men junub bo'lg'asda o'zlari bilan birga turishni ravo qilmay junub keldi. Subhanalloh innal mu'mina la yanjus dedi. Demak bu ma'naviy najosat qarildi. Shunga junub holatda masalan bola emizsa, boshqa ishlarni qilsa, ko'chada minib qolsa bo'ladi deymiz. Hatto masalan zikr qilsa bo'ldi dedi o'tgan darsda. وإن كان مسلما لا ينجسه
Musulmon bo'lib qolsa, buni yuvib bo'lgandan keyin suv chiqib ketsa, suvni maynat qilyapti. Lekin musulmonni yuvishdan ilgari suv chiqib ketsa-chi, maynat qiladi. Endi bu yerda musulmonni yuvib bo'lgandan keyin chiqib ketgan taqdirda suvni maynat qilyapmaydi dedi. Li'annahu lamma hukima bi jawazi as-salati al-muslimi hukuma bi taharati. Chunki yuvib taraf qilib meyitni musulmon bo'lgandan keyin namozni tushirmiz deydigan holatda bo'lg'achqa, bu pokiz deb hukm qilamiz. Namozini tushira oladigan holatda bo'lg'achqa pokiz deb hukm qildik. Wala kazalikal kafiru faftaraqa. Lekin kafirni yuvib taraf bo'lgandan keyin buni namozini tushirgili bo'ldi, degili bo'lmagandan keyin bu maynatgan deymiz. Çünkü ikisi farklı oldu. İkisi birbirinden ayrılıp gitti. Yani faftaraqa degan mishada o'xshash degan bo'z qiyos qilgan bo'ldi. Qiyos desangiz bo'lmaydi, o'xshatsangiz bo'lmaydi. Bu ayrim, bu ayrim. Ikisini o'xshamaydi. Yani qiyos ma'al farq deb qiyosni zidilmoqchi hozir. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد. biz şu ahkamlarda to'xtagan. قال المصنف رحمه الله تعالى: والماء المستعمل لا يطهر الأحداث. Bir qatim ishlatib bo'lgan suv tahoratsizlikni pokizlayolmaydi deydi. Yani qayta tahorat qilishga yaramaydi demoqchi. Endi al-ma'ul mustamal deganimiz qanday suv desa, va huwa ma uzila bihi hadathun. Bir qatim tahoratsizlikni tozalagan suv. Tahoratsizlik mishada bu bir najosatni tozalash emas. Namoz o'qigan holatda emas kishi tahorat olgan bo'lg'achqa shu tahoratsizlikni yo'qotgan suv deydi. Yoki ustu'mila fil badani ala wajhil qurba. Ibodat niyati bilan badanga ishlatgan suv ma'al mustamal bo'ldi. Al-qurba ya'ni savobni ko'zlab Alloh taologa yaqin bo'lay degan maqsadda demakchi. Kal wudu'i ala al-wudu'. Masalan, tahoratning ustiga tahorat. Asl tahorat bor. Bedende ya necasat ya bir meyneçilik yok. Taharatın ustiga taharat ilish bu faziletli ish bo'lg'achqa shuni ishlatgan suvlab qolsa bu ishlatilgan suv bo'ldi. Bi niyatil ibada, ibodat niyati bilan. Ibodat niyatida emas. Masalan, yuzni yuvibdi, qo'lni yuvibdi. Yuzi qo'li pokiz bo'libdi, yuzi qo'lni chaqgan bo'lsa bu mustamal bo'lmaydi demakchi. Bu bir qarash. İbadet niyetida tahoratsizlikni yo'qotgan bo'lsa yoki tahoratning ustiga tahorat olgan bo'lsa, garchi tahoratsizlikni yo'qotmagan bo'lsa-mu, bu ishlatilgan suvludi. Agar unda tahoratsizlikni yo'qotgan ahvol bo'lmasa, masalan, yuzimni yuvay yoki salqinday deb ishlatgan suv bo'lsa, bu ishlatilgan suv bo'lmay yana pokiz hisobida bo'ldi demakchi. Yani o adamın asıl tahareti bağlı, benim üstüge tahareti, yüzüde şef olup kalan olsa... Yok, taharetin üstüge taharet ediş, faziletli iş. Her namazda taharet ediş, özü faziletli iş olğaçqa, tahareti bolsa mu, üstüge yanılab taharet aldığan, savaplık işini kılaydigan bolsa, bu ikinci taharet hazır taharetsizlikni yo'qotmadi. Asıl tahareti bor. Lekin bir savaplık işini kılaydib niyat qilgan bo'lg'achqa, bu bir qatim bir ishga ishlatib bo'lgan hisobda. Lekin salqinlash uchun yoki yuzni chayqash uchun ishlatgan bo'lsa, bu ibodat niyati bo'lmag'achqa ishlatilgan suv hukmida bo'lmaydi deydi. Yani bu masalada mana mazhabdagi ulamolarning qarashlari o'xshamiz kerak. Lekin mishada hisob bo'lgan qarash shu bayon qilgan shu. Wa yasiru musta'malan idha infasala 'an al-'udw. Endi qachon shu suv ishlatilib bo'lgan bo'ladi? Qachondan tartib ishlatib bo'lgan deymiz bo'lsa desa, shu badanga tegdi bo'lsa. Tegib badanni chayqida, badandan shunda ajrab chiqsa, ishlatilganning hukmida bo'ldi. Lekin badanning o'zi turgan ahvolda ishlatilgan emas. Masalan, qo'liga suv ilig'liq holatda bu suv ishlatilib bo'lgan suv hisobida emas.
qo'lidan tushib ketsa, uni ishlatib bo'lgan hisobda. وروى النسفي أنه لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان. أما هو أنا في مذهب كيشكن قراش. إمام نسفي نسف ديان شارقة منسوب قلنقان علماء بكب. Mesela şu أنا في مذهب معتمد كتب kitabının birisi Kenz-i Daqaiq'ның muallifı Nesefi. Bunu bakıp şu Kenz-i Daqaiq'ını yazgan, tefsirini yazgan Nesefi'ni göz tutması gerek. İmam Nesefi rivayet kıldı. Su bir joyga tushsa andan ishlatilgan bo'ldi. Lekin tushish orliqida, masalan, badandan ajrida bir joyga tushish orliqida bo'lgan bo'lsa, bu ishlatilgan suv hisob bo'lmaydi. Bir joyga tushib bo'lsa, uningki ishlatib bo'lgan bo'ldi. Buning farqi shu orliqda badandan ajrab shu joyga tushish orliqida birisining qo'liga tekkan bo'lsa, yo ikkinchi shaxs uning tartagan bo'lsa, pokiz demakchi. Qashun tasavvur qilib baxsak mümkünçilik bo'lsa. Bu ikinci qarash İmam Tahavi va shu Mavaraun Nahr ulamalari tanlagan qarash shu. Bir joyga tushib bo'lsa, undan ishlatilgan bo'ldi deb. Mavami kengroq qarash. Wal awwalul muxtar. Lekin bu mazhabda biz fatvo uchun tanlaydiganimiz shu badandan ajralgan chaqdan mustamal bo'lib bo'ldi degan qarash shu. Nima uchun shuni tanladik? Ehtiyatçılıkka yakın aşağı. Başkincisi tekmo kengrek azadı yol tutkan kıraş. Ve kâle Muhammedun la yasiru musta'malen illa bi ikamatil kurbati la gayr. Yani İmam Muhammed'nin karışı ibadet niyeti bulup kalsa, ibadetini kılmak bulup işletken bolsa, andın işletilgen su buludu. Başka maksat kıysa işletilgen su bulmaydı. وإنما يقع قربة بالنية. أنه قچان عند ibadet bulduysa niyet bilen ibadet buldu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyat diyen. Ve tazharu samaratuhu. Samaratu diyen bu xil qarash hazır bir-biridan farqli bo'lgan xil qarash bo'lib qolganining mevasini adin kelib chiqadi. Farqi nima desa fil junubil munghamisi fil ba'r li talab ad-dalwa. Junub bir kishi quduqqa tushib ketgan chilakni elish uchun quduqning ichiga tushibdi. Suvning ichiga tushdi. Mung'amis degan ismi cho'kdi bu. Cho'kib tushgan bo'lsa, fa'indahu, ya'ni inda Muhammadin demakchi. Huma tahiran. Huma degandagi damir junub kishi bilan suvga qaytadi. Shu junub kishimi pokizlangan bo'ladi, suvmi pokiz deydi. Nima uchun? Li'anna niyata indahu shartun fi sayruratil ma'i musta'mala. Chunki Imom Muhammad suvning ishlatilgan bo'lishi uchun shu kishida ibodat niyati bo'lish kerak. Yani o kishi hozir yuyinishni maqsad qilib tushmagan ekan, ibodat maqsadida tushmagan ekan, u suv ishlatilgan suvga aylanmadi. Va laysat bi shartin fi izalatil janaba. Yani nima uchun o kishini biz pokizlik qilsa? Chunki junublikni yo'qotishda niyat shart emas, ibodat niyati shart emas. Suvga cho'ksalam, albatta bunisi og'iz-burnini chayqash bo'lish kerak. Bo'lmasa, yana bir mazhab, yana g'usli tamom bo'ldi demaydi. Yani bu g'usl qilishda ibodatni shart qilmagan ekan, bu kishi gerçi yuyinishni maqsad qilmagan bo'lsa, janobatdan qutulgan bo'ldi. Chunki suvga to'liq cho'kdi bu odam. Yani suvninki ishlatilgan bo'lmasligi ibodat niyati bo'lmagan ekan, ishlatilgan suvga aylanmadi deydi. Bu Imom Muhammadning qarashi. Va inda Abi Yusuf ar-rajulu bihalihi. Imom Abu Yusuf tapdi, bu kishi ham junub holatda, paklangani yo'q. Li adami sabb. Chunki buning beshiga suv quyilganda ish bo'lmadi. Imom Abu Yusufning nazarida suv quyishni nima shart qilgan? Suv quyish degandek bu cho'kib ketdi suvga. Yani badanga suv quyish ishi yo'q deydi. Wal ma'u bihalihi. Suvmo shu burun qaltida pokiz. Navonki ma'azir shu kishi yani junub holat qoladi. Suvmo pokiz altida qoldi demakchi. Li adami izalatil hadath. Chunki bu akishning junubligini tozalamagan suv bo'ldi. Undan ekan bir qatim ishlatildi deyilmaydi. Undan ekan pokiz altida qoldi deydi. Va inda Abi Hanifata rahimahulloh huma najisan. Imom Abu Hanifa adam junub holatda, tozalamagan holatda suvmo
junubning suvi cho'kishi bilan mayna to'lib ketgan, ikkilasi mayna to'lib ketgan holatda. Al-ma'u li izalatihi al-janabata 'an al-ba'd. Hamda u kishining junubligini yo'qtamadi, lekin yerim badani suvga chilashgan ekan, yerim badanidan janobatni yo'qotgandek bir ahvol bo'ldi. Var-rajulu li baqa al-hadathi fi baqi al-a'da. Hamda u adam nima uchun tozlanmagan bo'lsa, chunki boshqa a'zolarni janobat qolganlikda. Yerim badani suvga chilashgan ekan, yerim badanni junublikdan tozalagandek bo'ldi. Ana butun chilashgan chaqda bu yerim badanni tozalagan mayna suvga chilashgan bo'lib, bu odamga yana mayna to'g'an bo'ldi. Yani bir vaziyatda shu masalani quduq masalasi deb ataydi. To'la kitobda shunday misol berdim. Lekin yurtchilar mumkin başdan bir qism chiqadi, yana qism chiqadi, shunlarni tushunarman. Bunda tasavvur qilamiz. Bilan u suv mayna bo'ldi. Yerimi shunda cho'kashlar yerimini pokizlab turishiga bu pokizlan suv mayna to'ldi. Yani butun badan cho'kkan ekan, bu mayna suvni ichigan ekan, yani u odam mayna suv mayna demak. Mesela İmam Erdoğan'ın karşısında mesela bir kuduk var, yürekli iş çıkan olsa, kuduğun suyu nicis buldu, demek şunlar. Bir de kanaşesi kuduğun suyundan değil. Kuduğun suyunu tazlayınız. Kuduğun suyunu tazlaş, hem de çıkıdı. Bu ayrı bir bab. Bu şu meseleni her kanda, Hanifi mezhebinin kitaplarda bir kıtım bayan kılıp ötüden, meşhur mesele, kuduk meselesi de. Caki, bula ve meseletul be'r. Jahat deb qo'ydi. Jahat degani jim degan harf İmam Abu Hanifa'nın ishkilisini najis degan. Najis degan so'zniki jim harfi. Ha harfi bi halihi degan so'z. Ta harfi tahiran degan so'z. Üç şeylerin qarshig'i bunda ishorat qiladi. Vakila yani bir aciz qarashda yathuru min al-janabati thumma yatanajjasu bi najasati al-ma'i al-musta'mal. Yani bir qarashda azroq farqli debdan. Janobatdan pokizlandi. Yani to'liq cho'kib bo'lgandan keyin janobatdan pokiz bo'ldi. Lekin bir muddat turgandan keyin suvda badandan chiqib ketmay suvning ichida turgandan keyin janobatdan pokizlagan suv mayna to'ldi. Mayna to'lgandan keyin butun badani yana mayna suv tekkan bo'ldi. Hatta yajuzuhu qiraatul Qur'ani va nahvuhu. Undan keyin bu janobatdan qutuldi. Lekin badani mayna suv bilan mayna to'lib ketgan bo'ldi. Undan keyin bu janobat yo'q badanda. Lekin badaniga mayna suv tekkan bo'lg'achqa bu hozir janobat yo'q, lekin Qur'on o'qisa bo'lgan holatda. Tahorat erishgan. Yunish kerak emas. Kichik tahorat bo'lsa, badandagi mayna suvni chaqvasi bo'libdi demak. Badanga badan qaytmaydi. Junub bo'lmagan odamga masalan, ustidan bir silak mayna suv to'kilib ketsa, bu junub qilib olmaymiz. Badaniga mayna suv to'kilib ketib qoldi. Uni badanini chaqvasa, junublik binosi bo'lmagan ekan, tazlanibdi. Lekin bu odam uni qanday qildi ekan? Qur'on o'qisa bo'ldi ekan. Yani badani mayna to'lib qolgan odam Qur'on o'qiy oladi. Buni o'qiy oladi, bu junub emas demakchi. Shunga o'xshash ishlarni qila oladi ekan. Bu bir qarash ekan. Vaqila yani bir qarashda huwa tahirun li'anna al-ma'a la yasiru musta'malan illa ba'da al-infisal. Ma bir qarashda ashkishimi pokiz. Nima uchun esa bu suv maynat bo'lmadi. Qachon maynat bo'ldi desa, badanga tegib, badandan to'liq ajragan bo'lsa maynat bo'ldi. Biz yuqorida dedik-ku, va yasir musta'malan idza infasala 'an al-'udw degan. Shu badandan ayrilgan vaqtida, badandan chiqib ketgan chaqda undan maynat bo'ldi. Bu suv badanga tegirlik holatda, unda chaqlashib turgan holatda badandan ayrilmadi. Quduqdan chiqsa shu badandan ayriladi. Quduq chiqsa suv maynat bo'ldi, badan adam paksab qoldi. Şeytan bıraktım şartlarda su paksalar suya da baktılar. Çıkırgan suyun. Adam paksırını kaldılar. Kuduktan çıkan bir su bedenden ağırlamışsa ondan bir su meyne. Hazır mağam da kuduktaki altın diye olsaydı. Kuduktaki altın mı şu alıpta ya o kişi pakiz. Mesela. Lekin sudun ayrılsa bu adam pakizala çıketken buldu. Ha? Pakizala çıketti su meyne talat kaldı demekçi. وعلى هذا لو توضأ محدث للتبرد يصير الماء مستعملا خلافا لمحمد. أن محمد رحمه الله النية توسع عند مستعمل دسو ibadet niyet qilib ishlasa andan so'ng meni to'ldigan ekan. Ya'ni salqindash uchun, ta'at yo'q odam bir salqindash uchun ta'at olgan bo'lsa, bu kishidan ajrab tushgan suv
işletilgan su bo'ldi. Nima boshqa imomning qarshida. Lekin Muhammadning qarshida işletilgan su bo'lmaydi. İmam Muhammed niyet olmagan ekan işletilgan su demaymiz demakchi. Su pakiz mi? Ha, su pakiz demakchi. Adam pakiz bo'lgan bo'ldi. Yani tarihsizligi ketgan bo'ldi. Summal ma'ul musta'malu tahirun ghayru tahurin inda Muhammad. Yani İmam Muhammed bu işletilgan su ibadatni niyet qilib ishlatdi deyli. Shunda ishlatgan su ma'ul musta'mal bo'lgan. Yani bunu hukmi nima esa tahirun o'zi pakiz, ha? Tahirun ghayru tahur. Başqa narsani pokizlanmaydi demakchi. O'zi pakiz boshqa pokizlanmaydi. Ha, masalan, sütni aytaymiz, süt o'zi pakiz, lekin tartasi bilan bo'lmaydi. Shunga o'xshashimda ikkiga ayiribdi. Masalan, birisi tartag'an su desak, biraylan ibodat niyat qilib tartildi. Yuz qo'lni yuvgan bo'lsa, bu sud bir maynasi yo'q aslida. Yani birisi qo'liga changallab elab ko'p qo'yganda bir su badanga tegdi, pakizaga tegdi. Yuzi qo'li elab qilgan bo'lsa, bu bir qatim ishlatilgan bo'lg'achqa o'zi pakiz, buni maynasi yo'q. Masalan, shu suv badanga chachrab ketsa, kiyimga chachrab ketib qolsa, buni tozalash kerak emas. Yuvish ketmaydi. Lekin ikkinchi qatim biraylan tartalamda olinmaydi. Yani ikkinchi bir shaxsning tarihsizligini yo'qotmaydi deydi. Niyetdan suvni o'zgarib olmaydi. Yani İmam Muhammedning nazarida niyet bilan bu ishlatilgan suv aylandi. Ve huwa rivayetuhu an Abi Hanife. İmam Abu Hanife'den Muhammed shunday rivoyat qilgan. Demak, bu İmam Abu Hanife ve Muhammedning qarashi. Tahirun g'ayru tahur degan. O'zi pakiz, lekin boshqalarning tartilishiga yaramaydi demakchi. Ve ixtiyaru aktharul mashayix. Mashayixlarning ko'p qismi mushqarashni tanlagan, mushqarashni tutmagan. Mashayix deganni biz Hanifi mazhabga atalg'u dedik. Kimlarni ko'rsatdi? Yani birisi o'ttirasiya yurmoqlar. Ha, chiqilmasi bor. İmam Abu Hanife rahmetullahiga shogird bo'lib boqmagan. Masalan, shogirdning shogirdi va navri shogirdlarni ko'rsatsa, yani bir qarashda shu O'rta Osiyodagi shu 3-chi, 4-chi, 5-chi asrlarda yashagan Hanifi mazhab ulamoni ko'rsatdi. لأن الصحابة كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحون به وجوههم. Çünkü sahabe kiramlar bunun delilini iken muşi seyyedisi kilişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarih ağı vaxtıda sahabe kiramlar Resulullah tarihte işletken suyunu talıştırır. Yetebadarun degen aldırap şunu jügürttirir. Feyemsahuna bihi vujuhahum. Aş sulan tarih ağın sulan yani tarihte işletip boğan demek miydi? Bir kıtım yüz kolunu juğan suyunu talıştırır bedellerge sürketti. Aslında Sahih Buhari'de kilişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarih ağı vaxtıda kanu yaqtatiluna ala wudu'ihi derken. Men aliman da birbirinden uruşlar bo'lib ketdi deganman mubolag'amda. Yani bir rivayette thumma tawadda'a fasharibtu min fadli wudu'ihi. Ani tartag'amda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tartag'an suyini eshib qolgandan ichdim dedi. Yani bir rivayette tawadda'a fajalan nasu yatamassahuna bi wudu'ihi. Tarih suyini kishilar o'ziga surkashga boshladi. Müşahidsen arkadaşlar yüzü parkız lekin tarihte şu yarmaydı degan şu. Endi hozir mushahidisda ikki xil ehtimollik bor. Shu, hani nazar deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishlatib bo'lgan, yuzni yuvib bo'lgan bir suv, bir dasqa ya bir yerga tushgan bo'lsa, shuni qo'lda ilib, qo'lni namdab o'ziga suvgan ahvol bormi? Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tartilib, cho'g'inda, iriqda ishib qolgan suvni talishib, shuni ichib ve bedeni üstüge ehval bağımı şekilde ihtimal var. Ma bir hadiste men fadli vudu'ihi dedi. Vudu diyen tartıldıgan su. Tartıldıgan suyunun eşip qalğını degende ma'ni keldi. Bundan birinci ihtimallik tart aqlaq eşip qalğan pakizda hech qanday ishlatmagan suvni talishib elib olibdi degan ma'noda. Bu chog'i suv pakiz hech qanday ishlatgan ahvol yo'q. İkinci ihtimal
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tertilip bedenini yiyip bedenini akkan suyunu alıp diyen manda. Yani bu ikinci ihtimalda desek, yani bir mezhebim şey delil buldu. Birinci ihtimalda delil bulanmaydı. Çünkü birinci ihtimalda işletilmeyen su oldu. Kanalım bu musun? Bu bir ihtimallık delilini. وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularını tosmağın iken bu aşçının meynet bulup ketmeyenlikini gösterdi. وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَنَعَهُمْ Nevada meynet olup kalan bolsa bu sunu talaşmanlar yoki unda bedenini tekkizmanlar meynet olup ketdi deb tosqan bo'ladi. Kema mana'al hajjama min shurbi damihi. Xuddi qanab qo'ygan kishini qanimni ichmagan deb tosqanga o'xshashdi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanini haqida kelgan rivoyatlar ojiz. Masalan Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuning yana boshqa qanab qo'yganlarning maqanni ichib to'kib desa, qonni ichkitib keyin qachini ko'tarib chigan. Qanday qildan qonni ishlatga o'xshamasa desa, ishlatgan degan. Masalan Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuga qonni bergan vaqtida sirtga chiqib ishlatib chigan, undan so'ng ishga o'xshamasa degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanini buraya to'kib o'tgan bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir parchasi menda bo'lsin dedim deganiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaylun minka lil arab va vaylun lil arabi minka degan. Yani sen Araplarni boş qo'ymaysan, Araplarni seni boş qo'ymaydi. Bu rivoyat ojiz. Lekin agar say bo'lgan taqdirda shu keyingi voqeada Hazrat Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu o'zini 5-xalifa e'lon qilib Makkada urush qilib, izr kunlarga uchragan. Yani bu yerda qanab qo'ygan kishini qinini ichishdan to'sqandek tarif olgan suvni ishlatishdan to'sqan bo'ladi deydi. وروى الحسن ibn Ziyad degan shu Imom Abu Hanifaning 4-shogirdi imomda rivoyat qildi. Annahu najisun najasa mughalladan. Bu tarif olgan suv degan, yani taritilib bedandan tushgan, tarif ishlatib bo'lgan suv degan bu ig'ir darajalik najosat degan qarash rivoyat qilindi. لأنه أزال النجاسة الحكمية فصار كما إذا أزال الحقيقية. Çünkü tartışılışta işletken su degan ma'naviy najosatni, ma'naviy meynetchilikni tozalagan bo'ldi. Undan keyin bu xuddi haqiqiy bir najosatni tozalagandek. Balki bu taqa haqiqiy najosatdan ig'ir. Ma'naviy najosat haqiqiy najosatdan ig'ir. Nima uchun degan chog'da haqiqiy najosat bo'lib qolamiz. Jonning uchida kichikdek bir ozgina miqdorda najosat bo'lib qolsa, bu afv qilindi. Lekin bedanni yuvishda masalan az bir yerga suv tegmay qolsa-mu, bu g'usla hisob bo'lmay qoladi. Undan keyin buning ig'ir demakchi. Mush qarashga asosan. وبل أولى لأن النجاسة الحكمية أغلظ حتى لا يعفى عن القليل منها. Mesela yungan çağda kiçikken bir yer su tegmay qalsa afv qilmaydi. Lekin haqiqiy najosat bo'lib qolsa, tengichilik ya tugmichilik miqdorda bo'lsa afv qilinib ketadi. Ve inde Abi Yusuf ve huve rivayetuhu an Abi Hanife. Bu İmam Abu Hanife'den kelgan 3-chi xil qarash. Abu Yusuf rivayet etdi. Enne necasetehu hafifatun li mekanil ihtilaf. Bunda her xil talash tartish bo'lgan, ixtilof bo'lgan masala bo'lg'achqa, buning meynetligi yengil darajalik bo'ldi. Ve qala Zufar in kana al-musta'milu muhdithan fakama qala Muhammad. İmam Zufar ibn al-Huzayl, İmam Abu Hanife'nin şagirdi, bu debdi agar tartag'in kishi tarti yo'qlab qolgan bo'lsa, tarti yo'q holatda ishlatgan bo'lsa, tartilish uchun ishlatibdi. Bunda ahvolda Muhammad degandek ishlatilib bo'lgan suv bo'ladi demakchi. Tahirun g'ayr mutahhir. Va in kana tahiran fa huwa tahur. Tahir degan, shunama Muhammad degandek tahir. Lekin buni tahir desak, bu cho'qim yana boshqa narsani tozalay oladigan bo'lish kerak. Bu pakizmi pakiz emasmi? Bu pakiz. Bu pakiz narsa boshqa narsani pakizlay olish kerak, boshqadan tahir olish kerak demakchi. Li'annahu lam yuzil an-najasata falam yataghayyar wasfuhu. Chunki bu
aniq bir mayna narsani tozalagan ahvol yo'q. Ma'naviy tarixsizlikni yo'qotgan bo'lgandan keyin, o'zini pokizlagan ekan, buning hech qanday bir tarkibida maynachilik bo'lmagan ekan, uning pokizlik sifati o'zgarmay, tahir holatda turaverdi demoqchi. Demak, bu Hanafiy mazhabining ichida mana mush masalada 4-5 xil qarash bo'lib ketdi. Qala va kullu ihabin dubigha faqat tahur. İhab degan ashlanmagan teri. Ashlanmagan har qanday teri ashlanib qolsa pokiz bo'lib ketadi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam ayyuma ihabin dubigha faqat tahur. Shu hadisning iborasi shu. Bu Sahih Muslim'dagi hadis. Tabiatning ashlash deganmi? Ashlansa debdi. Dibag degan ashlash. Qala illa jildal adami li karamatihi. Yani bunun müstesna kıldığı teriler ademi zatının terisi. Ne üçünse li karamatihi. Bunun izzeti boğallık için. İzzeti boğallık için feyahrumul intifa'u bi şey'in min eczai. İnsanın terisinin her kanda bir parçanı işletiş haram buludu. Lima fihi minel ihane. Bu terini istesek insanı ahmet kıygan bulunmaz. Allah Teala ve lekad kerremna bani Adem hep izlediğim bu ağaçta biz onu terisini işiltip, üye bir yerini kesip ya ki bazılar terisini satılgan bulup gittiğin buluşun ki Bazılarının terisi köp kalıp mesela teri götürüş operasyonu bulunmuyor. Degan şu bir bedenden bir yerga erish mumkin. Masalan, putidan yo yo'tisidan ilib yuzga chaplaydigan. Va illa jildal khinzir. Yana mustasno qilingan bir narsa cho'shqining terisi li najasati aynihi. Chunki cho'shqiningki o'zi maynat narsadir. Qala Taala fa innahu rizqun. Allah Taala şu ayette, Suratul An'am'daki ayette قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ده و مينت يمانده وهو أقرب المذكورات تلغ إلمغانüşnəsininki rejs degan so'zga eng yaqini shu deydi. Yani cho'shqa. Mesela şu ayette meyte Demal masfuh akkan karnı demekçi andın çoşkan tıl kaldı. Üç nasin tıl kaldı. Yani fe innehu diyen damir akrab mazkuru kaytıdı desek çoşku kaytıdı. Eğer hemmi kaytırsak aşına hemmisi meynat diyen buldu. Lakin çoşkulan kaytırsak bu çoşka necis diyen buldu. Fe yusrafu ileyhi. Şunlar şu çoşkuğa kaytıdı. Çoşku kaytırıldı mı şu damir. Yani bu meselede İmam Ebu Hanife çoşkulan ademi zatının terisini müstesna kılıyordu. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bu işki ketildi olurken iştinimi tazlanmaydı da buraydı. Böyle Türkiye'de yolladı. Böyle Türkiye'nin şunu tabi. Kelp diyen söz aşıdan özü çıkardı. Bu da olsa aşına böyle Türkiye'nin terisinin kim gir? Hani bir mezhepte ademi işkininki müstesna. Bunun başka teriler Başlısı pakiz oldu diyendikken iştinin, tülkünün terileri mi pakiz oldu? Yani Hanefi mezhepte iştinin terisi açlansa pakiz oldu. Şu iştinin terisi de ya tizlik, ya bellilik takvalı galiba. Sık oldu da. Buldu demek için, yani pakiz demek için. Demek hazır bombaydı dikine fakat terilen bombaydı. İştininki buludu hatada. والفيل كالخنزير عند محمد fil İmam Muhammed'in nazarında çoşkuğa okşaş. Bu mu necis, bunun terisi mi, açlısı mı, pakiz olmayı demek. Ve indahuma yani İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf şeyhan yuntefa'u bihi ve yethuru bizzekati. Bunun terisinden faydalanışlı buludu ve boğuzlaş arkalık bu terisini pakiz buludu. Boğuzlaş. Zeka degan müşahede şer'i boğuzlaş. Ve turbi zeka degan mesela başında hayvanların terisine pil ya yulvas bunun terisine biz şu hayvanı boğuzlap lan terisine ya koyduk ya bir sonuç saat koysak bu teri pakiz değil. Boğuzlaş terisini pakizlaş için. Boğuzlaş ahvalda terisi pakiz buldu.
Eğer boğazmıq ahvalda terisini açlığanda anının pakiz olur. Lakin bu boğazlaş teris pakiz ulaşır. وعن محمد إذا أصلح مصارين ميتة İmam Muhammed'in kelgen qarashda ölüp qalğan bir hayvanın şeylerini, masarin degan şeyleri, masir, musran yoki masarin şeylerini bir xil ishlab chiqarsin, aslah degan unda tayyorlab bir xil ishlasa, aw dabagal matanata yoki do'saqning terisini şu perdesini deydi unda başlasa tahurat pakiz buludu. Hatta yuttakhadu minha al-awtar. Pakiz bo'lgan ekan, undan tar yasash mumkin deydi. Jep masalan, ya tana masalan, ya doktorlik ishlatilgan, tikish ishlatilgan jiptak masalan. Başında bir narsani yasash mumkin deydi. Ba'zi operatsiyada tikish ishlatilgan jiptak narsani balki shunda shaydek yoki shunda bir narsada yasalgan bo'lishi mumkin. وما طهر بالدباغ يطهر بالزكاة. Aşlaş arqılıq pakizlanğan tere, aşlaş arqılıq pakizlanğan tere, iki nərsinin terisinin başqa həmmini aşlaş arqılıq pakizlandı dedik biz. Aşı nərsilər boğuzlaş arqılıq mı pakiz buldu? Mesela boğuzu mu doq? Üzü ülüp qalğan hayvanlığa. Çoşqıdın insanın başqa bütün hayvanının terisine ülüp qalğan boğuzu biz soyab aşlasak pakiz buldu. Lekin tirik hayat bir hayvan bo'lsa, masalan, bunu biz ekilib bo'g'izladik. Bo'g'izlagan bo'lsa, bunun terisi açlamagan holatdan pakiz. Farq shu. Li'annaha tuzilu rutubati kadibab. Çünkü shar'iy bo'g'izlash degan ashlashga o'xshashlam meynat nimlikni tozalaydi dedi. Bo'g'izlagan chaqda terinin özü pakiz buldu demek. Bir de şer'i boğulmay, adette boğulmak koyu buluyor. Onun kendinden aşısı mı buluyordu şuna mı? Aşısı mı? Aşılaş filan pakiz buldu. Lekin tirik hayvan olsa, boğuzlasa, boğuzlaş filan pakiz buldu. Demek pakizlaştan iş xil yolu var. Eğer hayvan tirik olsa, boğuzlaş arqılıq teris pakiz buldu. Eğer ölüp qalğan hayvan olsa, aşılaş arqılıq teris pakiz buldu. Şer'i boğuldaş diyen aşmak koysa onu bekleyin. He, şuna o'xshash. Lekin o'g'lab qolsa, o'g'lini o'g'lash usulida o'tkazsa, uni shar'iy zakat hisoblanadi. Masalan, eti. Va dibag, unda ashlash degan iborat an yukhrijahu min hadd al-fasad, sawa'un kana bit-turabi aw bish-shams aw ghayrihima. Uni shu buzuqlik holati yoki meynatlik holatidan chiqarib o'tadisa, shu ashlash bo'ldi. Qanday bir ish bo'lsa, terini meynatlik ya proydigan yoki shuna meynat holatidan pokizlik holatiga yetkazadigan narsa ashlash bo'ldi. Sawa'un kana bit-turab. Terini ashlash to'pi bilan bo'lishi mumkin. To'pig'ini jiq suykab milab ayna qilib yurib pokizlashi mumkin. Aw bish-shams yoki oftobda quritib tozalash mumkin. Yoki bundan boshqa har xil dorilar bilan, tuz bilan ashlash mumkin. Yani to'pi bilan va oftobda qo'yib pokizlashni Shafiy mazhabda pokizlanmaydi deb qo'yadi. Hanafiy mazhabda pokizlayoladi deydi. Qala va sha'rul maytati va 'azmuha tahirun. Endi bir hayvon o'lib qoldi. O'lib qolgankin buningki mo'ylari va 'azmuha ustixonlari, so'ngak. Bu pokiz hisoblanadi. Yani al-hayata la tahulluha. Çünkü bu adette hayatlık kirmeydiğin narsalar. Hatta la tata'allamu bi qat'iha. Ondan onun da hayat yok desek, onun kesimi ağrımaydı. Fala yahulluha al-mautu ve huvel munajjisu. Ondan meynat kılıtılgan narsa mitese ülemdi. Asli tirik vaxtida pakiz hesaplandı. Mesela koyunun jonunu tutsaqın pakiz var. Asli pakiz. Peki ölgen çağda meynat oldu desek, şu ölen bana meynat kılatken. Lavanke li'anna al-hayata la tahulluha, yani la tahulluhuma demiş. Ve kezalike al-asabu, asab degan pay, vel hafiru,
Hafir degan tuyoq. Mesela at, keçe degandek hayvanlarning tuyoqlari. Wal khuf degan asli o'tak degan bo'ldi. Lekin ma'vo ba'zi hayvonlar mesela tugining putlari masalan shundalam desadigan putlar bor. Unda tuyoqqa o'xshamaydigan. Shunda tuyoqning deydi. Tapini. Tugining tapini mesela. Fakat tüyü bulup artık. Köpeğin tugi qutqarildi. Hayvanlarninki a'zolari bor. Va zilf degan bunda ochiq tuyoq. Masalan, qo'yning ochiq tuyoq bo'ldi-ku. Ochiq tuyoqlar yoki tuvoqlar. Wal qarnun muz, was-suf yung, wal wabaru bu motivat diyorjon degandek. Ya'ni suf degan so'z bilan vabarni ayirish mumkin. Qo'yni olsa sufni ishlatib, tugininki kelganda vabarni ishlatib, tugining junini biz jun deymiz endi. O'chkininkini tiyotaymiz, buni arabcha shar deydi. Demak, qo'yninkini suf dedi. Tugininkini vabar dedi. O'chkininkini shar deydi. Va rish degan bu pay. Bu qushlarda bo'ldi. Asab degan badandagi masalan tortishadigan tasmadek bir narsa. Mesela peyni kesiyatı deyimiz var. Peyni kesiyatı da sevmeydi. Bu aşına mezmut üzüp ketmeyen ağamçıdek bir tasmandı bu. Pey deyimiz mi? Pey deyimiz. Şimdi mavi kuşların pey degen bu bunda katezgan kalambatı vuranka. Şunda peyde. Vessin çiş. Vel minkar tumşqi. Kuşların tumşqi. Vel mihlab degan shu qushlarningki biz qamollab tutgan shuni deymiz tirnoq panjisi yoki changili. Lima zakarna biz yuqorida bayon qilganga asosan, ya'ni bunda bir hayot yo'q deydi. Hayot ummoniki bu o'lim degan narsa kelmaydi bunga, kasimi og'rimaydigan narsalar, undaqniki bu pokiza holatda deydi. ولقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها bunun junları, tiyatları ve moylardan biz sizge işletilen kiyim-kechak, öysaymallar qilib uzun muddat ishlatishlar degan mush oyat. Oyatda dedi: "Vallohu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Alloh taolo sizlarning uylaringlarni orom oladigan joy qiladi dedi. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا Çarpaylarının terilerden uy qiladi. Yani qig'izning chedirlardek shu teridan yasalgan chedir o'ylayapti buni. Shunda uyini qiladi deydi. Buyut degan shu chedir uyini ko'rsatadi. Tastakhiffunaha yawma dha'nikum va yawma iqamatikum. Sizlamasan bir yer ko'chab borsanlar yoki muqim turayotgan holatda buni kiysanlar, jun kiyimni yoki teri kiyimni kiysanlar yengil tuyuldi, ig'ir tuyulmaydi deydi. Ham issiq. Yana min aswafiha va awbariha va ash'ariha. Hayvonlarning junlari, tivitlari va mo'ylardan sizga uy saymallari, ishlatilgan narsa kerakligini qilib va mata'an ila hin. Yani bunu hali uzun muddat ishlatishlar, ba'zida avloddan avlod qilishi mumkin. Demak, bu hozir Alloh taolo shunday narsani qilib deb imtinon qilayotgan, ne'matni sanayotgan bir ahvol. İmtanna biha alayna. Bizga manda narsani qilib deb imtinon qilyapti. Min g'ayri faslin. O'shada dalil bo'lgan joyi shu. Min g'ayri faslin. Ma'lumotda qilib lekin ma boshqonda ishlatib deb ayrimida hammani bir tutash kelgan ekan, ishlatilgan narsa bo'lgan ekan bu pokiz narsa hisobida. Ya'ni bu vaziyatni dalil qilmoqchi bo'lgan shu. Lekin boshqa deyish mumkin, nima qildim degan shu ishlataversin degan bo'lmaydi, buni tozalab ishlatsan degan bo'ldi deyish mumkin. Mushkillik degan hammasini aslida Alloh qo'ygan yo'llarga. An'am degan shu biz go'shtini yeydigan qurbonlik qilish qaraydigan hayvonlarni ko'rsin. Tuga, qo'y, echki, kala. Mushba shaqul maytat degan, mushmaytat degan nashara Alloh hayvonlarga ko'rsatishdan mushama. Hozir Alloh hayvondan. Lekin ash yuqordagi
inson bilan cho'chqidan boshqaning mo'ylarini, usqanlarini ko'rsatdi. Lekin nima oyat desa, asvaf va ubarni tilg'ag'ini shu bo'g'izlasa qurbonlik qildigan hayvonlar haqida kelgan. Tuga, qo'y, o'chka, kala deganday. لأن الحياة لا تحلها يعني لا تحلهما desek bo'ldi. Chunki u naslda hayotlik yo'q aslida. Unda hayotlik bo'lmagan ekan, uni o'ldi degan bo'lmaydi. Meyit to'kmadi bo'lmaydi demoqchi. Chunki o'lash degan hayotlik ba'nasi qilgan narsa. Aslında öleşmeyi bu işlek olmayan olursa olmazdı. Geçerkil buldu. Mesela öleştin burun, koyunun jonu kırkıp işlesi buldu. Başka hayvanlar, mesela adamın çocukluğu, adamın başka olmazsa. Ha, mesela başka nesilin gibi işlesi buldu demek. Başka nesilde üstünde jon olsa, üstünde tük olsa, muy olsa, işlesi buldu demek. Çoşkudun başka nesil. Bak bu tuyak, tupan diyor mu? Ha, işletildi. Çünkü ondan bir narsa yazısı mümkün, doğru işletişi mümkün. Hazır insanın tırnakını açıp setvasa doğru yasamızda. Mesela bıçakta işletildi olmuş o. Bunu öz mesela, şuna nasıl mı? Doğru gerlikte işletişi mümkün. Zibüzünletki işletişi mümkün. Ne bunu ısınmaklısı buldu diye ben açmışım. He? Buldum. وَشَعْرُ الْاِنْسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ İnsanın çiçeği ve üstkalları pakiz. وَالصَّحِيحُ Muşo doğru karaş şu. Hani bir mezhepteki doğru karaş muşo. Yani başka bir karaş var, o doğru karaş emez. Yani meynet diyen karaş doğru karaş emez. Pakiz diyen karaş şu doğru. İlla ennehu la yecuzul intifa'u bihi lima beyyenna. Bu pakiz. Ne için pakizsi bunun da kan yok demek şey mesela. Bu pakiz, lekin işletkili bulunmaydı dedik. Yani pakiz deb turib nima uchun ishlatib bo'lmaydi desa biz yuqorida buning sababini bayon qildik. Bu inson izzatlik maxluq bo'lg'achqa, uning chashlarini, usqonlarini ishlatsak, bu chog'da buni xarlagan bo'lib qolamiz demoqchi. Amma al-khinziru fa jami'u ajza'ihi najisatun lima marra. Yani çoşkunun bütün bedeni, hamma narsalari haram. Biz bunu yuqorida bayon qilib o'tdik. فَإِنَّهُ رِزْسٌ degechke o'zi haram narsa bu. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ شَعْرَهُ طَاهِرٌ İmam Muhammed'in bunun muyi pakiz degan qarash keldi. Hatta hallal intifa'u bihi. Yani şu muyini odatda ishlatganlar bor. Shu chog'da ishlatibdi. İşletish halollig'i mana bo'lgandan bu pakiz ekan deb turibdi İmam Muhammed. Ve cevabuhu yani İmam Muhammed'e bizden bir daha rediyemiz. Ennehu rukhisa lil kharrazina lil haceti daruratan. Kharrazin degan majan tizdiğanlar. Majanlar şunda üzülüp ketmeydigan puxta bir jipni o'tkazib satadigan bo'lg'achqa, shu chog'dagi boshqa jiplarga o'tkazsa üzülüp ketadigan bo'lg'achqa, shu majan tizdiğanlarga mush zarurat bo'lib qolg'achqa ruxsat qilingan. Bo'lmasa bu pakiz emas demakchi. Xaraz degan tosh majallini ko'rsatadi. Kahroda emas masalan. Qosh tashi bo'lishi mumkin. Har xil toshlarni tizib o'tkazsa xaraz bo'ladi. Odamning chechmasini quvvatida ba'zidan yo'q shoshni jamoat sildik qiladi. Xitoyda ishlatilgan unda bo'lsa mushsatdan shoshni sas bo'lmaydi. Bu pakiz bo'lsa bu insanı ticaret objekti kılması bulmaydı. Ve tavarı süpürge aylandırılması bulmaydı. Şu sebepten dolayı insanın için bulaş üstünün seçişlerine kaldığı sebepten mi? Yani siyasal ihtimalden çoğunluğu çekilmeler. Yani insanın bedendeki o bir nersini setip ticaret kıldığın, pulu aylandırılan kılması bulmaydı. Lekin o çaç ulaşka, çaç yasaşka işletişi o koşumçu nerse. Umu bir xil haramlıkını gösterdi. Çünkü çeklengen bir işqa işletilgan bo'lg'achqa, uni yardım berganlik, shuni yo'lini ichib o'tganlik. Uni chajlanlar tashlasa bo'ladi. Uni tashlatamiz. Tashlasak. Masalan, qachiga uni buni tegishli g'ashi bor ekanda. Uni tegishli bo'lmaydi deydi ulamolar.
Çünkü tegishning o'zi bir xil setish. Çünkü setish degan mubodala, almashtirishdan iborat. Faslun. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وقع في البئر نجاسة bir quduqqa maynat narsin bir tushib ketib qoldi. Fa ukhrijat thumma nuzihat tahurat. Maynat narsin biz tushib ketibdi, buni ilvat quduqdan. Ilvatgandan keyin suvni hammani tortib chiqarib o'tdik. Quduq maynat bo'lib ketgan suvni tortib to'kib o'tdik hammani. Tahurat. Shundan pokiz bo'lib ketdi. Quduq pokiz hamda keyin suv chiqib qolsa ishlasak bo'ldi. Vel qiyasu alla tathur. Aslida biz o'zimiz quduqdan qoida bo'yicha qiyos qilsak, bu quduq pokizlanmasi kerak. Nima uchun? Suvni ichib ketdi. Suvni ichildi. Suvni tortib olsak, bu suv tekkan ashu quduqning tigi lay ashu maynat bo'ldi. Suv qaytib chiqib qolsa, ya'ni shu maynat layning ustiga chiqqanlik, yana maynat bo'lishi kerak deb. لأنه إذا تنجس الماء çünkü su maynat olib ketib qolsa tanajjasa الطين suvning ostidagi laymo maynat olib ketadi fa idza nuziha الماء suvni tortib ilvasak baqiya الطين najisan lay yana maynat olib qoladi fa kullama naba'a الماء najjasahu shu yangi chiqqan suv chiqqan sari maynat bo'laverdi deydi. Yani shu lay yangi chiqqan suvni maynat qiladi. Lakinna khalafna al-qiyas bi ijma' as-salaf. Lekin biz salaf ulamolarimiz, sahabe kiramlar ijma qilgan bo'lg'achqa biz o'zimiz tutmagan qiyosni cho'rvatdik deydi. Wa ma ruya anhum min al-athar ghayru ma'qul al-ma'na. Nima uchun degan chog'da sahabe kiramlardan rivoyat qilingan qarashlar, o'sha athar deganimiz shu. Bu biz buni bunda aqlimiz bilan tushunib ketolmaydigan, illatini tushunib bo'lmaydigan qarashlardir. Undan keyin dinda bu shunda buyurib ekan, biz buni kallimizdan o'tmasimi, bosh ustiga qabul qilgan ibodat xarakterlik ko'rsatmalar deb qabul qildik demoqchi. Yani bu mazhabninki asarga tayinganligining dalili bu. Masalan, aqlni ishlatib bilan hadis ya rivoyat kelib qolsa uni cho'ritib o'zining kallasiga ra'y bo'yicha mana madrasat ra'y degan gap bor-ku. Meyada uni o'zining qarab kelgan qiyosini cho'ritib, sahabe kiramlardan kelgan qarashni tutdi. Faz-zahiru annahum qaluhu sima'a. Ashab kiramlardan ashunda qarash kelgandan keyin biz qanday tushundik? Sahabe kiramlar cho'qim ash qarashni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglab degan bo'lish kerak. Bunumuzu o'zining kallasidan unda bekitib olmaydi. Chunki bu manchilik suv tortib pokiz bo'ldi. Masalan, chashqanchisi yigimchilik, to'qchisi qirqchilik degandek bir xil bekitish bo'lgan ekan, bu bekitishni cho'qim Rasululloh bekitib bermagan bo'lsa, sahabe kiramlar o'z yenidan bekitib olmaydi. Undan keyin bu Rasulullohdan kelgan hukm ekan deb bosh ustiga deb qabul qildik deydi. وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخثاء لا ينجسها ما لم يكثره الناظر. فلوات جن شل بيا والله. فلوات شل بيا والله ديكي سايلقلا ديكي قدقلاغا برناس شكت قاسا قندنا ناسا من البعر بعر ديجن تجننكي تزكي بعير ننكي تزكي. عربيان سزواغو البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العليم الخبير يعني. البعر بو تغنن تزكي والروث بو متزك لكن أطنينك مثلا وباشقنا أسلنا تزكينا كيوستو والأخثاء أخثاء diyem şu kalını mesela. Şu hayvanların tizeklerini gösterdim. Bu tizeklerin türleri değil mi şu üç nesini? Muşunda nesler çul hayvanlardaki kuduklar çıkıdıklarsa la yuneccisuha bunu meynat kılıvetemeydi o. Ma lem yukthirunnadı. Hakatlan
Bunda qaragan kishi oy bekjiqkan bu mehnat olib ketgan o'xshaydi deb qolmasalam jiq ko'masa u quduqlar suvini mehnat qilib o'tmaydi. لأن آبار الفلوات بغير حاجز. Çünkü o çöl bayağılardaki kuduklar onun tuzku yok. Bunda etrafında fakat tam su koymaydı yani. Tüp ziyareden tuz dedi. والدواب تبعر حولها. Ular şarpayla etrafına tüzekleydi. والرياح تلقيها فيها. Şamallar ay tüzeklerini, mayaklarını kudukka çürütüdü. فكان في القليل ضرورة دون الكثير. Navakin az bo'lib qolsa bundan saqlanib olmaydigan zarurat bo'lib qoldi. Lekin ko'p bo'lib qolsa bu chog'da ishlatmaslik lozim. Endi az bilan ko'pning o'lchimi qanday cheksiz nima desa va hadduhu an ya'khudha rub'a wajhi al-ma'i an Muhammad. Muhammad shu quduqning suyuning yüzününki tötten birde leyle uçgan bolsa, bütün kaplap ketken bolsa bu köp. Tötten biri ne kaplagan bolsa, köp bulap ketken. Tötten birden az olsa, az oldu depti. Vakila thuluthu. Yani bir karıştı üçten biri. Vakila la yaklu delvun min şeyin minhu. Yani bir karışta kaçanlı köp buludu ise, eğer bir çilek su tassak, birer taldan tizek çıkıdığın bulap kalsa, bu köp deyimiz deydi. Vel muhtaru ma zekerahu fil kitab. Lekin bu meselede qarashlar köp bo'lg'achqa biz Hanifi mazhabda tanlaydigan qarash el kitobda bayon qilgan qarash shu dedi. El kitob qaysi kitobda? Muxtasarul Quduri. İmam Quduri bu Hijriya 428-yil vafot bo'lgan. Muxtasarul Quduri yozgan, yani at-Tajrid degan selishtirma fiqhida kitap yazgan. Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far al-Quduri, Abul Husayn. Yani bu kitapta İmam Quduri az köpni qanday ayırmaysa ve bu en yestektiran nadir. Bunda qaragan kishi voy bekjihkan bu deb qalsa köp bo'ldi. Azgan desa az bo'ldi demakchi. Ve huwa marviyu an sahib al-madhhab. Muş mezhebning egisi bo'lgan İmam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit radhiyallohu ta'ala anhudan kelgan qarash mushudir. Mezhebning egisi bunda bekitgan. Mesela şu meselesini ko'lchakning cho'ngishlikka degandek masalalarda bizda İmam Abu Hanifa bunday masalalarda shuning duch kelib qolgan kishi o'zi mo'lcherlab ish tutdi degan. Keyin O'rta Osiyo ulamolari buni ko'limini belgilab o'ngaz deb qo'ydi. Yani bular aş imamning qarashini avomga qo'laylashtirib berdi demakchi. Her kishi buni mo'lcherlab to'g'risini uqolmaydi. Shunga avom haqilib qolsa, biz shuni manchi gaz deb belgilab berdik. Niyadimi? 4dan biri, 3dan biri, her chilakda birdan tizak chiqqan bo'lsa, undan ko'p bo'ladi deyishi, shu odat kishilarga qo'laylashtirib beramiz deb belgilab qo'ygan yeri. والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء. Tizekning texnem haltı bo'lganlari, qurib qolganlari, chuvilmay saq turganlari yoki izilib ketgan, parchalanib ketganlar bo'lsin, hammasi o'xshash. Li umumil balwa. Chunki bu umum kishilar saqlanib bo'lmaydigan masala bu. Umumil balwa degan so'z to'liq uchraydi. Hammadan bundan qislanmaydigan, saqlanmaydigan, davomli duch kelib turadigan masala demakchi. Ve abarul amsar kezalik. Şehirlerdeki quduqlarmı o'xshash. Çünkü şehirlerdeki quduqlarga mana ihtiyoç var. Yani bunda bir to'saq qilib, girvak yasab, ya fakat tam yasab qo'ygan bo'lsa, tushib ketmasligi mumkin. Ya unda to'saq yasamasa, tizak narsalar tushib ketishi mumkin. Ve qila yu'tabaru ma zakarna min ad-durura. Yani bir qarashda yo'q zarurat dairesi bilan bulduqlanmaydi. Yani çöllerdeki quduqlarda zarurat bor, onu saqlanib bo'lmaydi, lekin shaharlarda saqlanish mumkin degan qarash. Ve khurqul hamami vel usfuri la yufsiduha. Kaptaning, quchqashning mayqi dedi. La yufsiduha. Ay quduq
quduqdagi suvga tushib ketib qolsa, quduqning ustidan ushib ketib turib mayoqli o'tishi mumkin. Shu quduq tushib ketib qolsa, quduqdagi suvni maynat qilib o'tmaydi. Li'annahu laysa binajisin ala ma yati inshaalloh taala. Chunki biz de buni yuqorida bayon qilamiz. Bu qusqoch, kaptar, bularningki mayoqlari maynat emas deydi. Müşerrici olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'âkibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد قدق سوء أحكام لردن اتكن كداستا وخرء الحمام والعصفور لا يفسدها دلو عندما يدبتو قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها 20 دلوا إلى 30 bir quduqda bir chashqan yoki bir quchqach va shuningga o'xshash bir narsa o'lib qolsa, quduq suyidan 20 chilakdan 30 chilakka qadar tatitimiz edi. Nima uchun shunda bekitoq? Buning dalili lima ruya an Ali radhiyallohu anhu annahu yunzahu minha dila'un. Hazrat Ali radhiyallohu anhudan mushunda bir narsa ketib qolsa, quduqdan bir qancha chilak suv tatibasi buldu degan rivoyat kelganlikdan. Va an Anas radhiyallohu anhu 20 dalwan. Hazrat Anasdan 20 chilak suv tatibasi deb ketdi. Va an an-Nakhai, ya'ni Ibrohim an-Nakhai 20 aw 30. 20 chilak ya 30 chilak qadar suv tatibasi deb ketdi. 20 ya 30 degani fal 20 lil ijab va 30 lil istihbab. 20 chilak degani 20 chilak cho'qim tatib o'tish kerak. Chilak tatib etmesi bo'lmaydi degani, 30 degani, ya'ni 10 chilakni 20 ga tatib etgani yaxshi, ko'ngil xotirjam bo'ldi demakchi. Va an Muhammadin fil fa'ratayni 20. Imom Muhammad ibn Hasan al-Shaybanidan kelgan yana bir rivoyatda ikki chashqan quduqda o'lib qolsa 20 chilak suv tatib etadi. Va fi thalathi 40. 3 chashqan o'lib qolsa 40 chilak tatib etadi. Va an Abi Yusuf fil fa'rati, Imom Abu Yusufdan kelgan rivoyatda bir chashqan o'lib qolsa 20 ila 40. 20 chilak suv tatib etadi. Ila 40 degan bir chashqandan tatib 2 chashqan, 3 chashqan, 4 chashqan o'lib qolgan qadar 20 chilak tatibasi bo'ladi. Yani 5 chashqan o'lib qolsa va fil khamsi 40 ila 90. 40 chilak suv tatib o'tadi. Taki 9 dona chashqan o'lib qolgan qadar 40 chilak tatibasi yetarli. 7 olsun, 8 olsun mayli. 9 chashqan o'lib qolsa 40 ni tatib o'tadi demakchi. Va fil ashri jami'ul ma. 10 chashqan o'lib qolsa quduqdagi suvning hammani tatib o'tadi. Eğer quduqdagi suvni hamon tatib bo'g'ichi, ya'ni suv chiqib turadigan bo'lsa, quduqdagi suvni mo'lchallab turib, bu quduqda hozir 200 chilak suv bor desa, 200 chilak tatib etgandan keyin u qolib qolgan suv tatib etish jarayonida yangidan chiqqan suv bo'ldi, mayli. Qala va fil hamamati wad-dajajati va nahwihima, ba'zi kitobning nusxalarida val hirra deb kelgan bo'lishi mumkin. 40 ila 60. Bir dana kaptar tushib ketdi, yoki bir to'xu tushib ketdi, yoki bir mushuk tushib ketib qoldi. Yoki shunchalik hajmdagi bir hayvon tushib ketib qolsa, 40 chilakdan 60 chilakka qadar suv tatib o'tamiz. Hakada ruya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu. Mushu sahabadan shunday rivoyat qilingan. Nima uchun? Li'annaha da'ful fa'rati fada'afna al-wajiba. Nima uchun bu 40 dan 60 qadar mo'ljallandi desa, buning sababi mushu hajmdagi hayvonlarning cho'ng kichikligi sachqandan chikkasi bo'lg'achqa
Tatılgan çilek sanını ikisi kıldı okuttu. Ve fil adami ve şati vel kelbi cemi'ul ma. Bir adam çüp ölüp kaldı kuduk suyga. Yak bir koyu çüp ketip ölüp kaldı. Yak bir it çüp ölüp kalgan bolsa, kuduktaki sunun hemen tatılmaz. هكذا حكم ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي. Mekke'de belki şu Abdullah ibn Zübeyir radıyallahu anh'ın ki halife ya emir vakti boz gerek. Mekke'de Zemzem kudukka bir kartallık çıkıp ketip ölüp kalgan. Şu çağda Hazreti İbn Abbas ve Abdullah ibn Zübeyir radıyallahu anhum kuduktaki sunun hemen tatılsak buldu dep hüküm kıygan. وَلِأَنَّهُ لِثِقَلِهِ يَنْزِلُ إِلَى قَعْرِ الْبِئْرِ. Çünkü insan ya şu koy ya istek müşündan asla hecmi çoğun oğaçka bu iğir oğaçka kudukның qariga, qar degan şu qari, ti, tek dediğimiz. Uygurçun bağı qaridir. فَيُلَاقِي جَمِيعَ الْمَاءِ. Kudukның aşı en tekke çökep gitip bütün su tigdi bununla. Belki çökep gitip keyin ondan leylişi mümkün lekin bir qatım kudukның tekke bir düşüp çıkışı mümkün. Bu qartallik kişinin vaqaligini İmam Tahavi rivayet qilgan. Endi şu kuduk meselelerinde Hanefi mazhab ulamaları nima uchun mushunda bekitishdi bo'ldi, masalan 20chilik, ma'noni 40chilik, ma'noni manchilik deb desa, bu yerda sahabe kiramlardan aşında bekitish kelgandan keyin Hanefi mazhab o'zininki kallasidan bir bekitishni o'ttirib qo'yib nima qilib yurmay, shu sahabe kiramlardan kelgan asarga tayangan. Bu Hanefi mazhabdan hamda o'zining ra'yini tutmaydiganligini ko'rsatdi. Sahabe kiramlardan mush qarash kelgandan keyin o'zi bekitib yurmay, bosh ustiga qabul qildi. Şu her bir bekitishda ma'lum bir sahabedan kelgan rivoyatni keltiryapti. Qala wa in intafaqa al-hayawan aw tafassaqa fa jami'u al-ma' sud o'lib qolgan hayvon yoki o'ligi uchib ketgan bo'lsa-mi, bo'dilib ketgan bo'lsa, isilib ketgan bo'lsa yoki titilib ketgan bo'lsa, tafassaqa degan titilib paramparcha bo'lib ketgan bo'lsa, chunki uzun tursa parchalanib ketishi mumkin. Bu ahvolda biz suvning hammani tatib o'tmaymiz. لأنه لا يخلو عن بلة نجسة فتشيع. Çünkü bu ahvolda şu hayvanın taapları meynet bir nemlikten hali bulanmaydı. Bu meynet nemlik tarap gidiyordu, yamrab gidiyordu. Teşya degan yamrab gidiyordu, taqlib gidiyordu. İnnellezine yuhibbun en teşya'l fahishe. Çünkü komünizm degan nima şu şu'i deymiz onu. İgdachilik, mülkiyet hammalarga o'rtaq chechib ketgan, yamrab ketgandek xususiy mulk bo'lmaydigan tuzumni kommunizm tuzumi. Fasara kama idza waqa'at ibtida'an. Nimaga o'xshadi azar? Islib qolmagan holatda ashuna tushib ketgan bilan o'xshash dedi. Islib qolmagan holatdami? Bunda ashuna maynalik bo'ldi, u yamrab ketdi, bo'linib ketgan, islib ketgan holatdami yana o'xshash. ولو وقع الحيوان في البئر ثم أخرج حيا. Bir hayvan quduq suviga tushib ketdi. Quduq suviga tushib ketgandan keyin biz uni tirik holatda tatib oldik. Fa in kana tahiran kal adami. İnsonga o'xshash pokiz deb qaralgan jonliq bo'lsa, va ma yukalu lahmuhu va yana go'shi yildigan tuga kala qo'yga o'xshash hayvonlar bo'lib qolsa, fa illam yakun ala badanihi najasatun, uning badanida bir maynatlik bo'lmasa, lam nuzah shay'un. Tirik tushib ketdi, tirik tatib oldi. Lekin badani pokizdi buni tushib ketgan chog'da. Navanikin quduq suvidan tatib etmasak bo'ldi. Wa in kana ala makhrajihi najasatun nuziha al-jami'. Uning avritida meynal kulab qolsa, suvning hammani tatib o'tish lozim. Suyduk va kaza. Ve kezalike siba'ut tayr vel vahsh.
go'shxo'r sharqush va hayvonlar bo'lib qolsa, sibadiga yirtqich. Shuningga o'xshash deydi. Uning badanida bir maynalik bo'lmasa, quduq suyidan tatib etmasak bo'ldi. Va sahih degan Hanafi mazhabidagi qarashlarning ichida mushqarash kuchliq. Ya'ni buningdan boshqa qarashlarmi borligi, lekin boshqa qarash bekla ojiz ekanligi ma'lum bo'ladi. Uni mushada va kadalika sibat tayr val vahsh degan badanning najosati bo'lib qolsa, quduq suyining hammani tatib etamiz degan gapga atib qildi. Ushar qushlarning ichidagi yirtqichlari, masalan, burkut, qochiq degandek. وكذلك الحمار والبغل لا يصير الماء مشكوكا فيه. İşek ve keçirler tushib ketib qolsa-mu, suv shaklik suvlar qolmaydi. Odatda ishak yoki keçir ishib qo'ygan suvlar shaklik suv deyildi, mazhabda balki. Lekin tushib ketib qolsa, shaklik suv deyilmaydi. Li'anna badana hadhihi al-hayvanat tahir. Chunki mushu hayvonlarning badani pokiz. Badan pokiz deganimizda, masalan, keçir yo eshakka minib, shu hayvonning badanidan ter chiqqan bo'lsa, yoki shuni surkalgan bo'lsa, yo bir namlik ulab, namlanib qilib surkalgan bo'lsa, mingan kishining kiyimi maynatlab ketmaydi. Undan keyin mushunda eshak va keçir tushib ketib qolsa-mu, buning badanida bir maynachilik bo'lmasa, pokiz holatda tushib ketgan bo'lsa, suvni ulab qolmadi, biz tirik tatib oldik, suvni maynat qilatmaydi. Suv tatib o'tish kerak emas. Va in wasala al-ma'u ila lu'abihi akhadha hukmahu. Eshak bilan keçirning shulgaylari, lu'ab degan shulgay, shaluki. Buning hukmida Hanafi mazhabda azulab qolsa, hech qisi yo'q, jiqlab qolsa maynat bo'lishi mumkin deydi. Undan keyin suvga buning shulgiyi aralashib qolgan, shulgi tekkan ahvolda shulgining hukmini oladi. Suv hozir shulgining hukmini oladi. Eshak bilan keçirning shulgining hukmini aytsa, az bo'lsa po'qilinibdi, jiqlab qolsa po'qilinmaydi desak, unda suvmi shunda. Kichikgina yaga juqqan bo'lsa, ozgina bir narsa juqqan bo'lsa, po'qilotimiz. Nurg'un shulga ilib ketgan bo'lsa, u maynat bo'lib ketdi demak. Agar qo'yganni shulga yog'an bo'lsa, maynat. Ha, chunki ularningki go'shi yildigan bo'lg'achlar. Va zakara al-Quduri Abu al-Husayn Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far al-Quduri 428-yil vafot bo'lgan muxtasarning muallifi bayon qildiki, in kana ar-rajulu muhdisan nuziha 40 dalwa. Odamizat tushib ketgan ahvolda, agar shu kishi tart yo'q holat tushib ketgan bo'lsa, 40 chilak suv tatib o'tamiz. Va in kana junuban fal jami'. Junub holat tushib ketgan bo'lsa, suvni hamon tatib o'tamiz deb bayon qildi. Ko'pincha ehtimolda bu bayon ash muxtasarul Quduriyda kelgan bo'lishi mumkin. Agar tariflarda shu tushib ketib qolsa, o'lab qolsa hamon tatib o'tamiz dedi. Hozir tirik tushib, yana tirik chiqib ketgan. Suvga tushib ketib, chiqib ketdi bu kishi. Mesela yuqorida fil adami jami'ul ma dedi. O'lab qolgan ahvolda. Yoki o'lib tushib ketgan ahvolda. Hozir tirik bir odam ta'ti holatga tushdi, yanigacha chiqib oldi. Yoki junub holatga tushdi, yanigacha chiqib oldi. Yoki birisi tatib oldi. Lekin oldingidan bir meyni nazar jug'or, mey bo'lsa suv tushib ketsa, o suv bo'lganlar. Mana ta'tlar bilan suv tushib ketgan bo'lsa, ya shu meytdan shu jub bo'lgan holatda bo'lsa, pokiz bo'ldi. Jumg'an ahvolda bo'lsa, pokiz bo'lmaydi, ammo hozir bu yerda ikkini ayiramiz. Quduqning hukmi bilak, boshqa ko'lchakdek turg'un suvning hukmi bilak. Hozir mana quduqning hukmi biz meyt yuyilib bo'lgan meyt yoki yuyilmagan meyt musulmon yoki kafir tushib ketsa degani quduq emasdi. Ko'lchakning ahvoli. Hozir shu quduq masalalarida hukmi ayrim. Chunki buningda shunda sahoba ikramdan ko'rsatmalar kelganlikdan. Undan keyin Imom Quduriyning bayon qilgani bir tirik kishi tushib ketdi, agar tarasiz bo'lgan bo'lsa 40 chilak tatib o'tamiz. Junub kishi tushib ketib chiqqan bo'lsa, butun suvni tatib o'tamiz. Endi mush qarash nimaga asosan?
Ha İmam Muhammad'ninki bir ibadet niyeti bilan tushgan bo'lsa, su ishlatilgan suv bo'ladi degandek bir qarash bor emasmi? Shuning asosan degan. Lekin unda miyada bu kishi niyat qilgan, niyat qilmagan niyatni qilmadi. Balki uchib ketgan chog'da u o'zining jinni qutqizish bilan bo'lib ta'artilishni niyat qilmagan bo'lishi mumkin. Va qala Muhammadun innawal ghusla aw al-wudu'a yasiru musta'malan fayufsidu va illa fala. Undan İmam Muhammad hazır niyat qilsa degan gapni burunqidak shunda dedi. Va İmam Quduri bayon qilgan niyat qilmasimi ishlatilgan suv bo'ldi demoqchi ekan. Undan İmam Quduri bayon qilgani ishlatilgan suv nejis degan qarashga asoslangan. Bir qatim ishlatgan suv niyat qilsin, ibodat niyati bo'lsin, bo'lmasin, ishlatilgan suv nejis degan qarashga tayangan. İmam Muhammad ibodat niyati bilan ishlatgan bo'lsa, undan bu pokizlik qilinmaydigan suv bo'lib qoldi degan. Lekin Hanafi mazhabda to'g'ri qarashda ishlatgan suv nejis emas. O'zi mehnat bo'lmasa ham, masalan, yuzini yuvayotgan suv nejis suv demaymiz. Tahir, g'ayri mutahhir bo'lishi mumkin, lekin nejis demaymiz. Hozir İmam Qudurining bayon qilgan qarashida nejis deb turib oldi. İmam Muhammad ibodat ta'atalaman, g'usl qilman degan niyat bilan ishlatgan bo'lsa, bu ishlatilgan suv bo'ldi dedi. Nejis demadi yana. Va an Abi Hanifa rahimahulloh fil kafir. İmam Abu Hanifa kafir haqida bunda dedi bir rivoyat keldi. Yunzahu jami'ul ma. Kafir tushib ketib qolsa, tirik tushib, tirik chiqib ketgan kafirning masalasini. Shuni hamman tartibimiz. Fa innahu la yaqlu badanuhu minan najasati g'aliba. Chunki kafirning badani ko'pincha ahvolda najosatdan xoli bo'lmaydi. Chunki u tartanmasligi mumkin, g'usl qilmasligi mumkin, tozalik qilmasligi mumkin. Yani bu deganlik kafirning badani nejisdi, najasa ayniya, moddiy nejis demakchi emas. Lekin bu tozalik qilmaydigan bo'lg'achqa odatda badanda najosatli bo'lishi mumkin demakchi. Biz oyatning bayon qilishida innamal mushrikuna najasun. Yani bu mazhabda buni jismoniy najis degan mazmunda emas, ma'naviy najis deb qarash mumkin dedi. Qala va yu'tabaru fi kulli bi'rin dalluha. Endi suv tatitimiz dedik, manchichilikda. Qanchalik cho'nliqli kishilikda tatitimiz esa har bir quduqning odat ishlatilgan kishiligi shu hisob. Lianna salafa atlaqu. Chunki salaf solihlar, sahabe kiramlar va tabi'inlar ular manchichilik dedi. Cho'ngchilik, o'ttiralchilik, kichikchilik deganda qilmadi. Fayansarifu ilal mu'tad. Davonkin shu odatlanib ishlatib kelgan shu quduqning shirikiga ketib qoladi bu. Kama fil nuqud. Masalan, puldimi 100 tanga degan bo'lsak, shu vujudda ishlatib kelgan 100 tangaga ketadi. $100 desak, shu biz ishlatayotgan Amerika dollari ketadi yoki Kanada dollari ketmaydi. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قدره بالصاع. يعني بالرواية إمام أبو حنيفة أجزرق رواية أشلكنا مقدارنا بالصاع دب ملسلته. أنه شو صاع شريعة كيفنج أحكامlarni bir shunga bog'lab qo'ygan bir narsa bo'lg'achqa, shariat hisob qilgan bir kamcham bo'lg'achqa, shuni hisob qilamiz demoqchi bo'lsa kerak. Sa 2 kilodan jiqroq bir narsa. 2,5 litr suv sig'adigan bir chilak. Wa idza lam yumkin ikhraj jami' al-ma'i nuziha 100 dalwin ila 300. Yani bu yerda aslida biz quduqlik suvning hammani ilitishimiz lozim deb hukm qilgan. Quduq suv biz bir tarafdan tatib tursak, bir tarafdan bulduq chiqib yana avib qolishi mumkin. Ularning bundan hammani tatib bilish mumkin emas. Yani hemen tatib oldik desek bu suv avib qolgan ekan, hemen tatib oldikmi, olmadikmi buni bilmay qolamiz. Ularning mo'lchallab quduqning cho'ng kichik favqulodda bir cho'ng quduq bo'lib ketmasa 200 silakdan 300 silakka qadar suv tatitimiz. Nima uchun? Lianna g'aliban ma'il abari la yazidu ala zalik. Chunki ko'pincha shu biz ishlatadigan quduqlarning suvlari 200-300 silakdan
artıq olmaydı. Ve hada aysaru alan nas. Bunda bekitib qo'ysak kishilarga qulaylik bo'ldi. Ve huvel marviyu an Muhammad rahimahullah. İmam Muhammad rahimahulladın muşundamı rivayet kelgan. Ve qala Abu Hanife rahimahullah yunzahu hatta yaglibahum tuhurul ma. Su taki pakiz bo'lgan qadar, pakizlik g'olib kelganga qadar maynatchilik deb qaraladigan suv az, lekin pak su ko'p qismini tashkillaydigan holat kelsa bo'ldi qilamiz. Bo'lmasa suv tataveramiz. Ve lem yuqaddir fihi şey'a. Onda mancha çilek deb bekitmedi. Yani muş ahvalda mancha çilek deb bekitmedi. Quduqning suyini hamman tatitimiz deganda, quduqdan bir tarafdan suv chiqib turgan bo'lgan ahvoldalam ahvol qarab ish tutimiz dedi. Bu qilchak masalasi emasdan bir turg'un suvga najosat chiqib ketib qolsa, shuningga duch kelib qolgan kishi o'zi ahvol qarab mo'lchallab ish tutadi degan shu İmam Abu Hanife'nin qoidasiga dal tushdi. Fayu'amalu bi g'alabati az-zann. Undan keyin shu ko'ngil xotirjam bo'ldiroq bir ishni qilsa bo'ldi. G'alabati az-zann o'zining ular ko'ngilda pokiz sujiq bo'ldi azar deb o'ylasa, shunga asosan ish qilsa bo'ldi. Fayurja'u ila qawli rajulayn lahumā ma'rifatun bizalik. Sonra o'zi hamda ya unda ya bunda qilib bilinmay qolsa, mushunda suvni mo'lchallab faraz qila oladigan tajribali ikki kishining ra'yini oldi dedi. Hozir bunda ahvol bo'ldi. Buni da hozir tarat olsak bo'ladimi, bo'lmasmi deb so'raydi. وإذا نزح ما وجب نزحه وحكم بطهارة البئر. Hamda biz suni hamman tatitdik yoki 200 chilik 300 chilik tatitdik yoki chachqan tushib ketsa 20 chilik mushuk tushib ketsa 40 chilik tutdik. Ashunda biz bekitgan chilaklarda suv tatib buni deganda qildik. Bunda qilsa tahura dallu var risha'u wal bakaratu wa nawahiha wa yadul mustaqi. Bunda qilgan ahvolda chilakmo pokiz bo'ladi. Va risha degan ag'amchisi. Aslida rasha degan maqsadga yetkazadigan bir vosita degan bo'ldi. Shunga hadisda la'anallohu ar-rashi wal murtashi war ra'isha baynahuma deb kelgan. Yani ma'lum bir ishni qildirish uchun beriladigan paranimi rashva deymiz shunga. Vel bakara degan achilakning og'amchisini yo'gaydigan yog'och o'qni deymiz. No'g'ishni yoki g'altakni deymiz. Va nawahiha ash yog'och o'q va uning atrofidagi u quduqning girvaklari deyilmasdan. Va yadul mustaqi suv tatgan kishiningki qo'li hammasi pokiz bo'ldi. Chunki suv tatgan kishining qo'liga ve şu yağaçlarga, tanılarga, çileklerge şu maynas su tekken buludu. Sunda artpoğan ki muşunun hammasi pokizning hukmida. Marviyun zalika an Abi Yusuf rahimahullah. Muşu İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayhi'den rivayet kılıngan. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun. Endi hozir eshib qolgan narsa to'g'riliq to'xtalmoqchi. Masalan adamizat ve hayvanlardan eşip kalan su pakiz mi pakiz emasmi şunun su to'xtalmoqchi. Qala su'rul adami vel farasi ve ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Adamizatning, atning ve go'shi yildigan qo'y kala tugi qatorliq hayvonlarning oshirib qo'ygan suyi pokizdir deydi. Su'r degan bir narsaning eshib qolgani, qab qolgan qismi. El-as'aru erbatun. Eşib qalğan narsalar 4 xil bo'ldi. Tahirun g'ayru makruh. O'zi pokiz, makruh emas. Ishlasi bo'ldigan. Pokiz debdi. Va huwa su'rul adami, junuban kana va haidan aw mushrikan. Bu tahir g'ayru makruh degani, masalan, odamiy zotning ortiqi. Eşib qalğan suyi. Junub bo'lsin, hayza bo'lsin yoki mushrik bo'lsin, inson ichib masalan, qoldirib qo'ygan suv bo'lsa
bu pakiz bo'ldi. Buni ishlatish makruh emas. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأعطى فضل سؤره أعرابيا عن يمينه فشرب ثم شرب أبو بكر رضي الله عنه سؤر الأعرابي. Bu Buxoriyda hadis. Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ng tarafida Arabiy yotdi, so'l tarafida Abu Bakr yotdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suv ichib bo'lishiga Hazrat Umar Arabiy gibi Abu Bakr basla ya Rasulullah degan chaqda Rasululloh o'ng tarafidagi Arabiy berib al-aymanu fal-ayman degan. O'ngdan kason, o'ng tarafdan boshlab ichdi degan ma'noda. Yana bir rivoyatda o'ng tarafida shu so'rinlikning eng kichik bo'lgan, yoshi kichik bir bola botdi. So'l tarafida cho'ng mo'siflar botdi. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kichik boladan so'rgan. Cho'nglar o'tinamsan, o'tin degan ekan. Ma kuntu li'uthira bi fadli minka ahadan ya Rasululloh degan. Men sizdan eshib qolgan suvni hech kimga o'tinib bermayman degan ekan. Rasululloh kichik bolaga bergan. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يسافح أبا هريرة رضي الله عنه فقال إني جنب فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. Bu yuqorida o'tgan hadis. Sahih Buxoriyda bor. Demak, bu ham mu'minninki mayna bo'lmaydiganligini ko'rsatadi. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة. Bazı rivayette navlin al-humrata min al-masjid deb kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda etkab turgan vaqtda Aisha radhiyallohu anhaning hujrasi shu masjidga qarab turgan bo'lg'achda Rasululloh masjidda turib jay namozdan sunib birandik. Yani xumra degan bir parcha bo'ri bo'lishi mumkin, yoki bir parcha rax bo'lishi mumkin. Silib namoz o'qiydigan, silib o'tiradigan bir parcha silinja. Shuni sunib birang desa qalat inni haid man hayzda. Man sunib barsam bu qo'lam hozir derizdan masjidga kirgandek bo'ladi. Masjidga hayzda kirsa bo'lmaydi degandek ma'noda. Qala laysat haydatuki fi yadiki. Rasululloh aytdi, sizning hayzingiz qo'lingizda emas. Aslida hayzda bo'lsa, u hayzdaning hukmi shu qo'li butun badaniga bo'ladi, lekin bu yerda shu maynatchilik ham. Maynatchilik sizning qo'lingizda emas demoqchi. İşareten ila anna an-najisa mawdi'ul hayd. Demak, bu yerda najis bo'lgan, ya shu hayz chiqqan joy shu. Qo'lingiz emas demoqchi. Undan keyin u qo'l, og'zi maynat bo'lib ketmaydi degan mazmun chiqadi. Va li anna badanal insani tahirun musliman kana aw kafira. Chunki insonning badani musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, odamiy zotning badani pokiz. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Thaqif kabilesininki ümekleri kelgan vaqtida şu mimarlığını mescidga o'rinlashtirgan. Yani bular taqa musulmon bo'lmagan holatda kelgan. Kelgandan keyin masjidga tushgan. Ba'zi rivoyatda liyakuna arqa li qulubihim. Balki masjidga kirsa şu musulmonlarning namozlari, sajdalari, rukulari, dua, tilaklarni, qiroatlarini ko'rib, anglab, ta'sirlanib, hidoyat tibqosi ajib emas deb masjidga tushgan. Walau kanat abdanuhum najisa lam yunzilhum fihi tanzihan lahu. Agar ularning badani najis bo'lgan bo'lsa, tanzihan lahu, ya'ni tanzihan lil masjid. Masjidni pakiz tutish uchun ularni masjidga tushirmagan bo'ladi. Chunki ularni tushirsa masjidni maynat qilib ketdi. Pakiz bo'lg'achqa tushgan. Va kada su'ru ma yu'kalu lahmuhu. Yana go'sht yeydigan hayvonlarningmi oshirib qo'ygan suvi pakiz. Li'annahu mutahallilun min lahmihi. Mutahallilun degan go'shtidan ajrab chiqqan. Ayrilib chiqqan. Chunki ashu hayvonlar ashirib qo'ygan suv ig'ziga ya go'shtiga tegib ya tili emasdan shunda go'shtlarga tegib go'shtidan ayrilib chiqqan deydi. Maktabning ba'zi rivoyatlarida mutavallidun deyish mumkin. Shu yerdan paydo bo'lgandek. Fayakunu tahiran kallaban. Shuna sutga o'xshash. Sutmi shu hayvonlarning qon va go'shtlaridan
paydo bo'lgan narsa bo'g'achqa sut bo'lgan ekan, halol, pokiz deb qaragan ekan, sutga o'xshash pokiz bo'ladi. Qala illa dajajata al-mukhallata. Al-mukhalla degan o'zi xohlagancha bir narsa yeyishga, don bir narsa yeyishga qo'yitilgan to'qi. Val ibla val baqaral jallalata. Yana jallala degan bu endi genda bir narsani yeydigan tuga va kalalar. Julla degan shu insonning tartin deydi. Shunday narsani yeydigan, davomli shuni o'tlig'ach shuni yeydigan hayvonni jallala deydi. فإنه مكروه لاحتمال بقاء النجاسة على منقارها وفمه. Yani bunda hayvanlarning şu poq va gendi yeydigan hayvanlarningki aşırıp koygan suyu makruh. Nima uchunsa? Chunki şu hayvanlarning mesela to'qining tumshqi va tuga kalning ig'zida najosatning asir qilishi ehtimolligi bor. Va kada surul faras. Yani tügününki aşırıp koygan suyumu şunda. Hazır vakada diyen nimaga atf qilindi? Tahir demakchi. Tahir deyish kerak. Tahir dedi. Vakada diyen vakada su'r ma yu'kalu lahmuhu vakada su'rul faras demakchi. Atninki aşırıp koygan suyumu şunda. Lianna karahata lahmihi inda Abi Hanife. Çünkü İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin nazarında o at go'shining makruhligi nereden kelgan? Maynatligidan kelmadi. Faqatlam uning bir hurmati var. Bu cihatninki muhim quroli deb qaragan bo'lg'achqa hurmat qilib, xuddi insonning hurmati bo'lg'achqa nima qilgandek atni hurmatlab degan so'z, maynatlik degan so'z emas. Undan keyin kadasurul faras degan atning oshirib qo'ygan suyimi pokiz degan ma'noda. Va anhu, ya'ni Imom Abu Hanifaning yana bir rivoyat keldi, annahu makruhun kalahmihi. At go'shiga o'xshash uning oshirib qo'ygan suyini ishlatish makruh debdi. Demak, birinchisi zohir rivoyat, ikkinchisi g'ayru zohir rivoyat. Yani sahibeynning nazarida sahibeynning nazarida shu Imom Abu Hanifa degandek pokizda bir. Nima uchun esa bu ishkelarning nazarida ot go'shtini yavasi bo'laverdi. Makruh degan gap yo'q. As-sani ishqoq narsalarning ikkinchi qismi tahirun makruh. O'zi pokiz lekin makruh bo'lgan narsalar. Bu nimalarsa? Bu su'rul hirra va sukkanul buyut. وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلة. بعض الروايات الدجاجة المخلة deb kelgan. Makruh degimiz mushuk ishib qo'ygan suv bo'lsa yoki quyitilgan to'qilar ishib qo'ygan suv bo'lsa yoki uylarda yuradigan ashunda narsa bo'lib qolsa buning oshirib qo'ygani makruh deydi. Masalan, kalhayya, yilonning o'ldi yilon bo'lib qolsa yilon debdi. Val aqrab, chayon. Çayang'uz suya gibi yakın kelmesi mümkün. Vel farra, şaşkın. Başka yemek içmek şunu mu kartıdan? Bizim yerde hazır su ahkamlarını boğaçka köpence sunu maksat kız gerek. Eğer şunda bir anda yemek içmekten mesela alışık olan bir tanesi ağzıyla böyle hayvanların aralarına yıkanmasını yaptırana falasıda yani düşündüğünü alınır. Ha, muşun okşaş. Muşu su desek suga o'xshash. Yoki mishalki narsani suv va undan boshqa yemak ichmak. Hammaga umum desak bo'ldi. Kal hayyati wal aqrab wal fa'ra, lianna najasata lahmiha tujibu najasatahu. Chunki u narsaning go'shi maynat bo'lgan ekan, uning oshirib qo'ygan narsami maynat bo'ladi. Illa annahu lamma lam yumkin al-ihtiraz anhu likawnaha min at-tawafat alayna kama ashara ilayhi an-nas. Anda hadisda mesela müşk ne dese inneha minet tawafin aleykum ve tawafat diyendek bunda seyir ve hikaya geçke bu öyden de adette bunda naslidin saklanıp boğulup olmaydıgan boğaçka ihtiraz diyen saklanış fakulna bit taharati ma'al kiraha şuna mekruh digeç pakiz dedik deydi. Yüzü pakiz dekin mekruh bu olsa işletmeye yakşı. Endi bir şeyde karaha, kanda karaha bardo, tenzihiyak bardo.
Yani bunu işletmegan yaxshi dedi. İşletib qolsa gunoh bo'lmaydi. Lekin Hanafiy mazhabda makruh degan so'z kelib qolsa, kira tanzihiya deb ta'kidlab qo'ymasa, harom deganni bildirdi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh, men Abu Hanifa rahmatullohi alaydan o'zlari bir narsani makruh deb qolsalar, nimani maqsad qildilar deb so'rsam, at-tahrim deb javob bergan edim. Harom demakchi, lekin endi aniq bir oyat hadis kelmagan ekan, biz o'zimizning kallamizdan harom deyvagandek bo'lmasin deb harom degan so'zni ishlatmay, makruh degan so'zni ishlatmadi. Ya'ni hukm harom demakchi. Lekin unda ma'asilda Imom Muhammadning al-Asl degan kitobida va in tawaddaa bi ghayrihi ahabbu ilayya degan bo'lg'achqan, uni ishlatmay boshqa suvda tortib o'tgan yaxshi degan bo'lg'achqan, tanzihiyan maqsad qildi deb tushundik. Va kaza sura sibat tayr, yana qushlarninki yirt qushlarning go'shxo'rlarining eshib qolgan suyimi shunda. لأن الأصل طهارة المنقار. Çünkü tumşuk aslında pakiz bo'lish kerak. İlla ma ta'kul maytat. Taplarni, unda go'shtlarni yegan ekan, qushlar faqulna bil karaha makruh dedi. والماء المكروه إذا توضأ به مع وجود الماء المطلق كان مكروها. Yani mushunda bir eshib qolgan biz ishlatishni makruh degan bir suv bo'lsa, bunishni tartib qolsa, إذا توضأ به إذا توضئ به pakiz hech qanday bir ayvon chiqilib qo'ymagan suv bor. Shunda turug'liq ma suvni tartib qolsa makruh bo'ladi. Va inda adamihi adamul ma'al mutlaq pakiz suv yo'qlab qolgan chaqda la yakunu makruha, makruh bo'lmaydi, mayli. As-salis eshib qolgan narsaning 3-turligi najis. مينت وهو سؤر الخنزير والكلب والسباع البهائم. مينت deganimiz cho'shqa, et va yirtqich hayvonlarning ashirib qo'yg'ini. Amma al-khinzir fa innahu najisul ayn. Cho'shqa kelsak bu o'zi najis. Va lu'abuhu yatawalladu min lahmi. Uning shulgaylari uning go'shidan paydo bo'ladi. وأما الكلب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغه 3 وفي رواية 7. İştning ashirib qo'ygan, ishib qo'ygan suv kelsak, buningda ashqan suvmi najis. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv ichib qolgan qachini 3 qatim yuvitishga, ya'ni bir rivoyatda 7 qatim yuvitishga, ya'ni ba'zi rivoyatda 7 qatim suv bilan 8-qatim yoki oxirgi qatimda top bilan yoki bir qatim top bilan undan 7 qatim yuvitish deb kelgan. Bunda buyurg'achqa biz maynatgan deb bildik. Va lisanuhu yulaqil ma'a duna al-ina. Yani bir tarafdan taqa qo'shimcha, uning tili qachig'i tegmay suvga tegibdi. Qachig'i tekkan bo'lsa, qachon yuviting desa, maynatganda aytdi, hozir qachig'i tegmagan ahvoldimi, qachig'i tegmay suv tekkan ahvolda qachon yuvg'in degan ekan, bu bakla maynalkin ko'rsatadi. Fakana awla bin najasa. Fakana al-ma'u awla bin najasa deymiz. Qachon maynat o'g'ayada suv allaqachon maynat bo'lgan bo'ladi. Va amma siba'ul bahaim, yirtqich hayvonlarninki ashirib qo'yg'ini kelsak, fali anna fihi lu'abaha. Uning ashirib qo'ygan suvlarda uning sho'lgaylari bo'ldi. Va annahu najisun litawalludihi min lahmin najisin kallaban. Sho'lgaylarmi maynat suvdan paydo bo'lgan bo'g'achqa uning sutlariga o'xshashlam maynat bo'ladi. Bi xilafil araq, lekin tar bunga o'xshamaydi. Hayvonlardan chiqqan tar bunga o'xshamaydi. Fayna fihi daruratan li'umumil balwa. Lekin bundan tardan saqlanib qo'yilmaydi. Hayvonlarga minadigan yoki shunda tutib uni baqadigan, ishlatadigan ishlar bor deydi. 4-turi ar-rabi'u mashkukun fi. Yani hayvonlardan ishib qolgan suvlarning 4-turi shaklik. Shaklikdan bir qaror qilinmay biz gangrab qolgandak. Va su'rul bag'li wal himar. Nima uchun gangrab qoldik? Li ta'arudul adilla. Dalillar bir-biriga zid kelib qoldi. Tangmi-tang kelib qoldi. Fa inna hurmatal lahmi wal labani dalil najasa. Chunki go'sht bilan sutning
haromligi maynat deganlikni ko'rsatgan bir dalil. Eshak bilan qechirning go'shti va suti harom bo'lgan ekan. Hanifi mazhabda suti harom, eshakning suti. Boshqa mazhablarda halol deyish mumkin. Va taharatul araqi dalilut tahara. Ash hayvondan chiqqan tar pokiz deb qaraganligimiz, bu hayvonlarningki oshirib qo'yganimiz, ichganimiz pokiz bo'ldi ekan degandek bir dalil. Chunki masalan eshak qechirni minsa, insonning badaniga shu hayvonlarning tari yuqdi, kiyimiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshak mingan. Kiyimiga albatta buning tari yuqdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiyimini yuvmagan, undan tar pokizgan degan. Undan keyin pokizlik, maynatlik ikkisi bir-biriga qarama-qarshi kelib qoldi. Fa inna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yarkabul himara ma'rawriyan. Ma'rawriyan deganda yovdaq egar bir narsa to'qmaylam, ustiga bir narsa qo'ymaylam, egar ya bir palas bir narsa qo'ymaylam, bevosita shunda mingan. Fi harril Hijaz, Hijazning issiqligida mingan. Albatta u chapqandikan, mangandikan tarlab ketadi. Wa yusibul araqu thawbahu, kiyimiga tar tegdi. Va kan yusalli fi zalika thawb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam osh kiyimda namoz o'qiydi. Va ma'na shak, ana bu yerda shak degan ma'nosi nima? At-tawaqquf fi. Bunda ya bunda demay to'xtab qoldi demoqchi. Fala yunajjisu at-tahira va la yutahhiru an-najisa. Lekin biz to'xtab qolganligimiz nimadan iborat? Bundaq shakli suv pokiz narsani maynat qilib o'tmaydi, maynat narsani pokiz qilib o'tmaydi. Qala va 'inda 'adam al-ma'i yatawadda'u bihi va yatayammam. Suv topolmagan ahvolda, uningdan boshqa suv yo'q ekan. Oldimizda qechir bilan eshak ikkisining birisi ichib qo'ygan suv bor. Uningdan boshqa suv yo'q. Bunda ahvolda shu suvni tartilib, oqidan tayammum qilib deydi. Nima uchun? Ihtiyotan lil xuruji anil uhda. Uhda degan siz masalan mas'uliyat yoki gadan yuklanish. Gadan yuklanish, gadandan saqit qilish uchun, mas'uliyatdan qutulish uchun ikkisini qilsa, to'ni xotirjam bo'ladi. Ham tartilib, agar buni tarif durust bo'lmagan bo'lsa, tayammum qilmagan holda tarasiz namoz o'qigan bo'lib qoldi. Tartamay tayammum qilgan bo'lsa, agar tartas durust bo'lgan bo'lsa, shu baholi tayammum qilgan bo'ldi, o'chadi, ya'ni tarasiz namoz o'qigan. Ikkisini qilsa, to'liq xotirjam bo'ladi. Va ayyuhuma qaddama jaza yoki va ayyuhuma qaddama jaza. Ikkisining biridan qaysi ilgari keyin qilsa bo'laverdi. Yani tayammum qilib tartabdi, tartab qilib tayammum qilibdi, mayli. Ikkisini qilish kerak. Ya'nal mutahhira minhuma g'ayru mutayaqqin. Chunki biz hozir paklab turgan, tarislikni yo'qtirgan narsa ikkisining qaysi biz bilmay qoldik. Fala faidata fit tartib. Undan keyin ilgari keyin qilib unda tizishda hech qanday foyda yo'q. Va qala Zufar rahimahulloh yabda'u bil wudu'i li yasira 'adiman lil ma'i haqiqatan. Imom Zufar debdi, qoldi bilan suvni ishlatdi. Suvni ishlatib tartilib, suv yo'q bo'lgandan keyin unda hech qanday suv yo'q adam bo'ldi. Ondan unda tayammum qiladi debdi. Va javobuhu ana buningga bir dona raddiya emas. In kana tahuran, agar ash-suvni siz tartag'il bo'lgan deb qarasangiz, uni oldida keyinda olgan tayammum bekor. Va in kana g'ayra tahur, tarat yaramay deb qarasangiz, fat tayammum mu'tabarun sawa'un kana qablahu aw ba'dahu. Unda ilgari tayammum qilsimi, keyin tayammum qilsimi, tayammum kuchga ega bo'ldi. Wala ma'na al-istirat at-tartib. O tartibni shart qilishning hech qanday ma'nosi yo'q. ثم قيل الشك في طهارته لتعارض الأدلة. عندما دام ديلتو. بهذا biz pokizmi pokiz emasmi deb shak qilib qoldik. Pokizmi pokiz emasmi deb shak qilishimiz dalil bir-biriga zid kelib qolganlikdan kelib chiqdi. Dalillar zid kelib qolgachqa pokizlikni shak qildik dedi. Boshqa sababdan emas dedi. Va an Muhammad ash-shakku fi tahuriyatihi. Imom Muhammaddan kelgan bir qarashda ash-shakku fi tahuriyati. Bu tartasa, tarislikni yo'qita olamdi. Xudan mutahhirmi degan masalada shak qilib qoldik demoqchi. O tahir degan masalada shak qildik desa, ma'noda mutahhirmi degan masalada shak qilib qoldik demoqchi.
لأن لا نأمره بغسل الأعضاء إذا توضأ به بعدما وجد الماء. Çünkü biz aşu işek bilan qesirdan içib bağan su tartilib bulab, keyin ondan pak suvni topalgan ahvolda aşu suvni ishlatgan badan burun shu suvda badanini yuvgan yuz qo'llarni hamda ma'noda pak suv chaqib demamiz. Chunki bu suv mehnat emas demak. Agar mehnat bo'lsa, keyin pak suv topgan ahvolda yuz qo'lni chaqib kerakdi. Chaqib demagan ekan, bu pokizkan, lekin biz hozir nimada shaqib qoldik? Tarasizlikni yo'qota olamdi. Ya'ni tarat asi bo'lamdi, bo'lmam degan masalada shaqildik. Lekin o'zi pokizmi, pokiz emasmi degan shaqilmadi. O'zi pokiz. Lekin tarat asi bo'lmaydi yoki bo'ladi deb shuni shaqib qoldik. Va araqu kullu dabbatin mislu su'riha. Har qanday hayvonninki tarlari oshirib qo'ygan suyuning hukmida nishaychi bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. A'udhu billahi minash